Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahabetihi ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. فقال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الخامس في حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوة. 5. bölüm Müslümanlar feth qilgan ziminlarning hukmi deydi. Bu hamda jang qilib yoki askar tortib kuchlar kofirni mag'lub qilib ishg'ol qilgan zimin bo'lsa, shuni hukmi deydi. Yuqorida mol-mulkninkini bayon qilgan. Endi hozir ziminning hukmi keldi. Yani g'olib kelib bo'ysundirib ishg'ol qilgan zimin desak. Vaqtalafu fi maftatahal muslimuna min al-ard anwatan. Alimlar bu shunda dushmanni yengib fath qilgan ziminlarni qanday bir taraf qilish masalasida ixtiloflashdi. Agar hamda unda kuchlan emas, sulilishib qo'li chigizgan bo'lsa, o'zining egilarida qolib qoladi, xaraj to'laydi. Ziminni xaraj to'laydi. O'ljag'an zimin deylik mana hozir. O'ljag'an ziminning hukmi mol-mulkka o'xshash, ya'ni manqul mol-mulkka o'xshash o'ljag'an jangchilarga taqsim qilinib ketamdi yoki 5dan 1 ayonga 5dan 4 qismi jangchilarga taqsim qilinamdi yoki qanday bir taraf qilinmas. Ya'ni o'sha g'ayri manqulni manqulga o'xshash bir taraf qilamdi, qilmamdi. فقال مالك لا تقسم الأرض وتكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة فإن له أن يقسم الأرض. İmam Malik asası bu ziminni bir taraf qilish İmamul Musliminning qo'lidagi ish debdi. Yani bu ziminni taqsim qilib o'tmay vaqfi isovat bo'ldi. Buningki kirimi yoki usuli musulmonlarning manfaati uchun sarf qilindi. Masalan, askarlarning maoshlari, ta'minoti, arzaqul muqatala degan. Binal qanotir ko'rik yasash, masjid yasash, doktorxona, maktab va g'ayri dalga mansubul xayr. Shunga o'xshash, shunda foydali qurilishni salishqa. Illa an yaral imamu fi vaqt min al-awqat. Haqiqatlamamda. Shunda bir chaqlarda İmamul Müslimin taqsim qilib o'tish foydaliroq deb qarab qolsa, taqsim qilsa bo'ldi deydi. Demak, İmam Malik hozir imomning ixtiyorligiga ish, imom osh foydaliroqni sarf qiladi. Bir ayrim ahvolda taqsim qilib o'tay deb qolsa, taqsim qilish taxmin foydaliroq deb qolsa, taqsim qilsa bo'ldi deb qarabdi. Wa qala ash-Shafi'i al-aradun al-muftatahatu tuqassamu kama tuqassamu al-ghanaim. Fath qilgan ziminlar xuddi g'animatga o'xshash taqsim qilindi. Ya'ni 5 qism. 5dan 1 lillahi va rasulihi dil qurba va tamam masakin ibn sabil, 5dan 4 lil ghanimin. Wa qala Abu Hanifa al-imam mukhayyarun bayna an yuqsimaha 'ala al-muslimina aw yadriba 'ala ahliha al-kuffar fiha al-kharaj wa yuqirraha bi aydihim. İmam Abu Hanifa'nın qarshi musulmonlarning imomi ixtiyorlik va qo'lda deydi. Xalisa musulmonlar taqsim qilsin bo'ldi. G'animat olgan degan. Yoki shu diyorning ahli olgan kofirlarning qo'lda qo'yib qo'yib bu ziminni. Ondan sizlar buning qarta xaraj to'laysizlar, baj to'laysizlar, desin bo'ldi deydi. İmam Malik'den o'xshash. Abu Hanifa'ning o'xshib qoldi hozir. Asosan o'xshash. Wa sabab ixtilafihim ma yuzannu min at-ta'arudi bayna ayati suratul Anfal wa ayati suratul Hashr. Bir adamda ikki oyatning o'rtasida bir zidlik bor deb qarilib qolganlikdan kelib chiqqan ixtilof deydi. Ayati suratul Anfal degani "Va'lamu annama g'animtum min shay'in". Ayati suratul Hashr degan "Allazina ja'u min ba'dim" degan oyat. Buning bayoni bundaq: "Anna ayatul Anfal", ya'ni "Va'lamu annama g'animtum" degan taqtadi bi zahiriha anna kullama g'unima yukhammasu. Buning shundalam zahirdan ilib etsaq, nim mazmun chiqadi. G'animat ilgan narsaning hammasi 5 taqsim qilindi deb chiqdi. Ma g'animtum bo'lgan ekan sigatul umum. Va qawluhu ta'ala fi ayatil Hashr, suratul Hashdagi "Vallazina ja'u min ba'dim" degan oyat namda atfan ala zikril ladina awjaba lahumul fay. Fayni qanda tasarruf qilishda shuning haqqi, shular vojib deb bayon qilganlarga atf qilib "Vallazina ja'u min ba'dihim" degan oyat keldi deydi. Buningdan nimani tushungan oldu? Yumkinu an yufhama minhu anna jami'an nas al-hadirin wal atin shuraka fil fay. Fayning hukmida hozir shu chaqda kishilar bilan qiyomat qadar keyin keladigan musulmonlarning hammasi o'xshash barobar shu fayda haqqi bor degan mazmunni chiqib qoldi. Va ma fa Allohu la rasul
من أهل القرى. Aşayet. Ma fa'allahu ala rasulin min ahli qura felillahi ve lirrasul ve lidil qurba ve letama men sakin ve ibn sebil dedi. Degandikan aralıqda oyatli keldi shuni ama. الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا. Lil fuqara al muhajirin. Buningdan keyin vellezina tabawwad dara wal iman yuhibbuna man hajara ilayhim ve ansarlarning sifati. Demak, bu yerda fuqara al muhajirinni deb qilib, undan keyin ansarlarni tilg'ab qilib, vellezina ja'u min ba'dihim. Ay muhajir ansarlardan keyin kelganlar yaquluna illal lillazina amanu. Demak, bu yerda dastlabki oyatda ma fa'allahu ala rasuli min ahli al-qura falillahi degan. Falillahi va lirrasul va lidil qurba va litama wal masakin va lillazina ja'u min ba'dihim degan manda mazmun chiqdi demakchi. Yani aşı beş türlükke andın aşı muhacir ansarlardan keyin kelgan musulmonlarga ular munda deb duo qildi degan. Demak, mishada ananga mushuni qetibetdi demakchi. Atf qiladi. Anning haqqi mush keyin kelganlarning haqqi degan gap. Atf qilib qiz. Sarf qilib muayyan nimaga to'xtab qo'yib turib, vaqt qilib turib endi. Demak, zaminda shu kabirlarni qo'lda qo'yib turib bajtilab tursa, qiyomat qidirsa 100 yildan keyin kelganlar, 200 yildan kelganlar baj qo'liga tegib shu bahramon bo'la oladi. Qiyomat qadar musulmonlar shuni bahramon bo'ldi degan gap. Umarning shuni shomda. Wow, mishada vallazina ja'u min ba'dimda atf ma'nosi va ash lillahi va rasul degan gap demak. Demak, fayning hukmi bu fay, ya'ni fama jaftum alayhi min khali va la rikab. Ya'ni sizlar atchab turib, unda qo'shin tatib, bunda kuch chiqarmagan, bunda fay, buning hukmi mushularga tegishlilik demakchi. Fay degan qo'shin tatib jang qilib yurmasdilar, ya kafirlik qo'rqab qilib, ya ham o'zi astab biqindolab yashash uchun qatida biz manchilik to'laydi, manda birli deblam kep qolgan malimdi. Ya'ni musulmonning qo'li qaytib kelgan mal. G'animat bilan buning farqi shu. Demak, mush kiyinkilarmi shuning ichiga kirdi deb qaragan Hazrat Umar. Mush Iroqningki yezzi qishloqlarining zaminlari qo'lga tushgandan keyin bu qanday bir taraf qilish to'g'riliq to'xtalgan chaqda Bilal, Salman qatorliq bir necha sahobalar bilib pasam oldi buni. Bu g'animat o'g'in bilib pagin deb turadi. Mesela Hazrat Umar o'yinib to'xtalib, yo'q mushu kiyinkining haqqi va buningda hozir taqsim qilib olsam, shu chaqdagi musulmonlarga bu oldi bo'ldi. Keyin kelganlar unda hech qanday bahramon bo'lmaydi. Lekin ma'ata alladin ja'u min ba'dim dedi. Undan keyingilarning haqqi bor. Shuni tegishlik degan ma'no bormi shunda? Do'nkin buni davomli ash keyingiligimi manfaat tegib turdiganga qilaman deb qaragan. Albatta, Rasulullohning qilgan ishlarini mushunga o'xshash qilgan ahvoli bor. Shunga asosan qildi. Rasululloh faqat unda qilib boqmay, unda yo'l qo'ymay, Hazrat Umar keliblam uni Rasulullohning sunnati xiloflan mundadan burvatga yeri yo'q. Bundan chiqishi mumkin bu gaplar. Bani Nadirdan avan emin to'g'ri ma'fa shu suratul Hashr, zat surati Bani Nadir deb atildi-ku. Shuningda kelgan oyatlar shu. Ajma qata'tum min linatin degan oyat bunun shunga ilgari kelgan masalan. Demak, aşağı atf qilgan ekan, mushularmi shu 5 turli kishilarning qatoriga kirib ketadi dedi. Hammasining o'xshash foyda haqqi bor degan mazmun. Kama ruyan Umar radhiyallohu anhu annahu qala fi qawli ta'ala wallazina ja'u min ba'dihim ma ara hadhihi al-aya illa qad ammat al-khalq hatta ar-ra'i bi kuda aw kalaman hada ma'nahu. Ben müşahidni insonlarga umumyuzlik bo'lib ketdi deb qarayman debdi. Hattoki kuda degan Makka, kada ya kuda bir mahallasi. Hatta shu Makkada tug'an yashayotgan bir odamga tegishlik bo'lib ketadi. Islom diyorining bir musulmon bo'lib qolsan, bu jangga qatnashmagan bo'lsa-mu garchi, shunga aql bo'ldi deb qarayman deydi. Ya'ni Hazrat Umarning tushunishi. ولذلك لم تقسم الأرض التي افتتحت في أيامه عنوة من أرض العراق ومصر. Şuna muşunda deb qarayman deganlik uchun, mush tushunishni bo'lganlik uchun Iroq, Misr zaminlarining shu Hazrat Umarning davrida qo'shin tortib fath qilgan yerlar taqsim qilinmagan, ya'ni mujohidlarga taqsim qilinmagan. Bu shu vaqtdagi ahli kafir bo'lsa, shuni qo'lga qilib 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 xaraj to'laysan degan. Keyin musulmon bo'lib ketgandan keyin u xaraj to'lamaydi u chaqda. O'shirga aylanib ketadi. فمن رأى أن الآيتين متواردتان على معنى واحد. Yani bu
ikki oyat bir ma'noda kelgan deb qarasa, yani ikki oyatgina afa Allohu ala rasuli bilan valladina ja'u min ba'di degan oyat bir ma'noda kelgan deb qarasa, yani ikkisi g'animat ya fay to'g'riliq deb bunda qarasa, va anna ayatul hashr mukhassisatun li ayatil anfal. Hashr surasidagi ashma afa Allohu ala rasuli degan oyat sura Anfaldagi va alamu annama g'animtum degan oyatni taxsis qilib o'tgan deb qarasa, istisna min zalikal ard. Bundan ziminni istisna qilib chiqarib o'tdi ekan. Yani zimin buning sirtida ekan. Va alamu annama g'animtum min al amwal al manqula. Zimin emas. Bunda deb chiqdi. Ve marra anna al ayatayn laysata mutawaridatayn ala ma'na wahid. İki ayat bir mazmun to'g'ri kelmagan deb qarasa, bal ra'a anna ayatul anfal fil ghanima. İkisi bir ma'na kelmagan. Suratul Anfaldagisi g'animat kelgan, Hashr surasidagisi fayda kelgan deb qarasa, ikkisi boshqa narsa kelgan deb qarasa, alama huwa zahir min zalik. Amaliyotda shunda chiqadi-ku. Ma'lumotnoma g'animtun dedi. G'animat olgan narsalar. Endi ma'va ma'afa Alloh deb ikkisi ayirma-ayirma lafz bilan keldi. Qala tukhammasul ardu wa labud. Bunda deb qaraganlar zimin zodi taqsim qilmay chari yo'q. Qo'shin tatib, jang qilib, ishg'ol qilingan zimin bo'lgan ekan, taqsim qilinib ketadi dedi. Wala siyama annahu qasabat annahu sallallohu alayhi vasallam qassama Khaybar baynal g'uza. Bularmo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Khaybarni g'azilarga taqsim qilib berganligi isbotlangan dedi. Ya'ni sayyidis kelgan dedi. Khaybarga albatta qo'shin tatib chiqqan, fath qilgan. Amaliyotda Khaybarning unda hammani taqsim qilib o'tmoqda ekan, 20 ming taqsim qildi ekan. 20 taqsim qilsa-mo, zatim o'sha maqsad nima bo'ldi-g'anda. Qalu fal wajibu an tuqassamu al-ardu li'umum al-kitab. Am bular debto unda olgan ekan, bu yerda vojib bo'lgani ash oyatning lafzining umumiga asosan, anda Rasulullohning ash oyatning bayoni sifatida bo'lgan sharkitiga asosan ziminni taqsim qilib o'tish kerak deydi. Demak Rasulullohning Khaybarning bir qismini taqsim qilib o'tganligi isbotlandi. Anda oyatdimi va alamonama g'animtum deb umum yuzlik dedi. Degan ekan, g'animat olgan narsalar bo'z taqsim qilislar dedi. Undan ziminmi shuning ishida. Rasululloh Khaybarni taqsim qilganligimi o'sha oyatning bayoni mana, mujmalning bayoni, umumlikdan sirt taqmava. Undan ekan ziminni taqsim qilish kerak deb qaradi. Va amma Abu Hanifata, amda Imom Abu Hanifa va yuqorqisa Imom Shafi'ning qarashi etdi. Imom Abu Hanifa bu imomning ixtiyorligida deganda فإنما ذهب إلى التخير بين القسمة وبين أن يقرر الكفار فيها على خراج يؤدونه. تقسيم قسم اختيارلق yoki xaraj to'lab o'zing egolab terib turiva deb shuni qo'lga tashlab qo'yishni ixtiyorligi deganda. Bu qarashqa qanday berib qoldi desa, li'annahu za'ama annahu qad ruya. Chunki u menda deb turgan. Za'ama degan unda deb turoldi dedi. Iddaa degan ma'noda. Qad ruya anna Rasululloh sallam a'ta Khaybar bishatr. Bu za'ama debdi. Aslida bu yerda ya nimadan Ibn Abdulbarning kitobida oldimi bu gapni? Za'ama degan asl dalil boyiq aniq emasrak, hamda o'zimda diplom turvagandek bir tuyg'u berdi-ku ma gap. Odatda za'ama degan so'zni shuningmi ishlatadi. Odatda normal hamda qala yoki zahaba deganga ishlatadi. Za'ama annahu qad ruya anna Rasululloh sallam a'ta Khaybar bishatr. Ruya unda ehtimollik ojiz gap emas bu. Amaliyotda bu Sayyid Buxoriy Muslimning kelgan hadislar. Ya'ni Khaybarning yerim usulini bizga birislar, siz ishlayversiz mush zaminda deb Yahudilarga Khaybar ahliga bergan. Lekin buni vaqt to'xtatmay, manchiyel demay, Alloh xolgan qadar deb qo'yib qo'ygan. Nuqirrukum fiha ma aqarrakumulloh degan. Masalan, 10 yil, 20 yil demagan. Alloh sizni qachon tug'izgan qadar mishada biz sizni tug'izmaymiz. Lekin sizlar mush zaminni terislar. Chiqqan usulning yerimini bizga topshirsizlar. 50% sizga 50%. Muzaraga muzara tuzumining dalili bor. Masalan, bir odamning zamini bor. Buni teri qilib bo'lmaydi. Endi birisi kelib, uning zamini yo'q, kuchi bor, teri oladigan dehqon. Bu qanday qildi? Amsiman teri mazmunni. Chiqqan usulni zamin egasi bilan tang bo'lishay desa, bu muzara bo'ldi. Mush muzaraning dalili ham bu. Rasululloh Khaybar zaminini shu Khaybarlik Yahudilarga asl tiranglamışını chiqqan usulning yerimi asli qolsin, yerimini bizga topshirsizlar degan. Bu Buxoriyga hadisda An Ibn Umar radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam a'ta Khaybara al-yahuda ala an ya'maluha wa yazra'uha wa lahum shatru ma kharaja minha. Ishlab terib qilislar,
chiqqan hosilning yerimi sizlarga bo'lsin degan. Bu ruya deb bunda ojiz yo'llar qildirgan narsa emas bu. Buxoriydagi hadis. Ya vaqt belgilini qilganda qachon Allohdan biri vaqt belgilamagan. Mancha yil demagan. Nuqirkum fiha ma aqrakumulloh degan. Rasululloh ham bunda shu Alloh taolaning uqtirishi bilan keyingi ahvolni bilgachga shunda kelishimni to'xtatib qo'ygan. Keyin Hazrat Umarning zamoni kelgan chaqda Abdullah ibn Umar Xaybarga chiqsa, ziyonkashlik qilib bular putini chepitamdo yarda qildi. Yarda qilgandan keyin anda Hazrat Umar buni endi qo'llab chiqadigan vaqt keldi deb Xaybardan qo'llab chiqdi. Hazrat Umarning zamonida bu Yahudiylar shu bir qismi Shamga, bir qismi Yamjaga, Azraat u bu degan yerga ko'chib ketgan. Shu chaqda qo'llab etgan. Shu chaqda Yahudilardan birisi deb turibdi. Bu Rasululloh bizning o'shada makallashtirgan tursa, o'sha joylashtirgan tursa, sen nima qo'llatdan uni bizni qanday qo'llayapti? Rasululloh qiyomat qadar bunda turasizlar demagan. Nuqirrukum fiha ma aqrarakumulloh degan. Deb ondan ashu Umarga e'tiroz bildigan ashu Yahudining katta ishi shu chaqda bir gap qilib Rasululloh debdigan. Fa kayfa bika ida yani sen mushlimanga minib bunda chiqayotgan chaqda ahvoling qanday bo'la deb bir debdigan. O'shanda chiqadiganligini nima qilib ketgancha? Shunda uni dalil keltirib Rasululloh bunda deganmi demaganmi? Sen ishkingni bunda chiqasan shu chaqda ahvoling bunda bo'ldi degan qo'ysa, shu chiqishning gapi shu. Bizlar uni qo'llab chiqarib etgan. Lekin shuning qadar shu muzara shaklda damdo qanday bo'lsa ish qilib shu zaminni nima qo'yib qo'ygan. Yerimini olgan. Endi yerimini xaraj deb atamdo, muzara qilib manda bergandamdo qanday desak bo'ladi. Lekin bu yerda Abu Hanifning degan gapi uni dalili sayyid ismi kuchli. Buxoriy chiqqan bilan lafz o'xshamaydi. Ata Xaybar bir shatr degan bo'ldi. U bo'lgan bir ishni aytdimda. Ama hadis emasam bo'lgan ishni da o'zi og'zaki degan. Hadisdan andan o falan nimada rivoyat qilingan deb shu lafzni aklish masalasi emas adam. Vaqalik qanday bo'lgan? Yerim usulni oldiganga zimini berganmi bergan demakchi. Summa arsala ibn Rawaha andan Abdullah ibn Rawaha yana sahabini ular ivati faqasamahum qasaman degan shu usulning yerimini bo'lib olgan. Xurs qilishga aytgan deb xurs qilish uchun Abdullah ibn Umar bu boshqa hadis kelgan ma'lum. Hadisning oxiri anasimi bu? Ya buning oxiri emas, bu bir vaqalik, ya'ni yerimiga bergan deb. Balki ba'zi hadisda ikisi bir kelgan bo'lishi mumkin. Lekin Sahih Buxoriy desa, shu yerimiga bergan deb bayatda o'qigan Abdullah ibn Umarning hadisi shu. Bergandan keyin unda Abdullah ibn Ravahani qachon ivatitda meva toza g'o'r paydo bo'lib, chekilay deb qolgan chaqda, xo'mining moyinda o'zaldiga chekilishi bor-ku, shu chaqdan ivatitdi buni. Yeydigan bo'lashdan sal ilgirlam ivatitdi. Ivata uni mevunda tushganini ko'rgandan keyin o'rasini, mazimin ma bir moyadan manchak mevshid ekan, o'slag'il oldi ekan. Miyadan manchakda butun Xaybarning misli mo'lcharlab, masalan bu butun Xaybardan masalan 10 tonna xom chiqadi ekan. Deb 5 tonna topshirishdi bizga. Deb usulning miqdorini oldin belgilab qo'yishga ivatitdi. Berib, shu tushgan g'o'rilni ko'rgandan keyin manchak mev bo'ldi ekan deb ular o'zi bildim deyxallar. Ma qancha tonna uzum chiqdi masalan. Ma bog'dan qancha xom chiqdi bildim. Shuni mo'lcharlab qo'yib, yenib kelibdi. Kelib andan keyin rasmiy pishib meva olgan chaqda shu burun belgilab qo'yganni andan akalar bilan topshiradi. Bo'lmasa burun belgilab qo'ymay, meva pishgan chaqda ba'zi qanday oldi? O chekilgandan keyin rasmiy mevalar pish orlig'i 1 oy, 2 oy o'tgandan keyin u nurg'ini yeyitdi ular. Shunga burun belgilab qo'yib, to'xtatib qo'yib, qancha keysan yeyib, men topshirdig'ini aniq demadi. Demak, shunda ivatda andan mo'lcharlab qo'yib, qaytib kelib keyin berib andan yerimini oldi. Bu say vaqalik endi bu. Qalu, yani Hanifi mazhabida fadahara min hada anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam lam yakun qassama jami'aha. Demak, buningdan hamda ma'lum bo'ladiki, Rasulullahning shu Xaybar ziminining hammani taqsim qilib etmaganligi chiqdi dedi. To'g'ri. Balki bir qismini taqsim qilgan bo'ldi, lekin bir qismini shunda yerim usulni birisi deb ishlatgan o'sha. Walakinnahu qassama ta'ifatan min al-ard mana. Ya'ni fadahara min hada degandan hamda anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam lam yakun qassama jami'aha degan shu o'ljag'an ziminning hammani taqsim qilib etmagan. Xaybarning gaplari emas, saylam umuman hamda Rasululloh
o'lja olgan, ishg'ol qilgan zaminning, fath qilgan zaminning hammani taqsim qilib etmaganligi aniq chiqadi deydi. Masalan, Xaybardak mana, Makka, shunami? Walakin aw qasama ta'ifatan min al-ard. Lekin Rasululloh zaminning bir qismini taqsim qilib etgan. Ba'zi joylarni deylar. Masalan, Bani Qurayza, Bani Nadirni taqsim qilib etgan, shunami? Va taraka ta'ifatan lam yuqassimha. Ya'ni bir qismini taqsim qilmay qo'yib qo'ygan, masalan, Xaybardak yoki Makkadak bunday yani. Qalu bir mazhabdiklar deydi. Demak, mushiningdan aniq bo'ldiki, annal imam bil xiyar. Imam taqsim qilib o'tishga ixtiyorligi bor. Qo'lida qo'yib, undan xaraj olish ixtiyorligi bor. Imomning o'zining ixtiyori bor. Va huwa allazi fa'ala Umar radhiyallohu anhu. Mana Umar radhiyallohu anhu qilgan shu mana. Qo'lda qo'yib, xaraj to'latdiga. Umarning qilgan shu mana xalifa. Hamma sahobalar shu chaqda ma'qul kelgan. Asli Bilal, Salman qatorliq sahobalar e'tiroz bilgan bo'lsa, kim ma'qul kelgan bu? Wa in aslamu ba'dal g'alabati alayhim amda bular musulmon bo'lgandan keyin ular ya'ni mag'lub bo'lib, zaminni qo'lga tushib ketgandan keyin musulmon bo'lib ketsa, shu zaminning aholisi kana mukhayyaran baynal manna alayhim aw qismataha. Mana musulmonlar bir zaminni ishg'ol qildi, fath qildi. Bo'lgandan keyin o zaminning aholisi musulmon bo'ldi desa, musulmon bo'lib ketsa, qanday qildi? Imomimda ularga bo'libda zaminning o'zining qo'lida qolsin deb inom qilyapsin bunda. Manna degan o'sha inom qilib o'tish. Yoki taqsim qilsin bulardi deydi. Ixtiyorlik bor deydi. Chunki u o'lja emasmi? O'lja. O'ljini bo'lgandan keyin musulmon bo'ldi bular. Bir musulmon bo'lgan bo'lsa, asamominni demay ma'lum bo'ldi. O'lja bo'lgandan keyin musulmon bo'lgandan keyin, musulmonning qo'lga tushib bo'lgandan keyin u musulmon. Bundan da sen musulmon bo'lganingni qarindishim ma'qul. Ala zaminning o'zingni qolsin deyapsan bo'ldi. Yo'q, bu o'lja deb xalqancha shu g'animlarga taqsim qilyapsan bo'ldi. Kama fa'ala mana bi Makka. Makkada qilgandak ata qilyapti. Va hada inma yasihhu ala ra'i man ra'a annahu iftataha anwatan. Ana Makkada menda inom qilyapti mana zaminni. Makkaliklar musulmon bo'ldi-ku. Musulmon bo'lgandan keyin zaminni taqsim qilmay bo'libdi o'zingni bo'z qason deb beribdi. Endi bu qaysi qarashga asosan deyilgan gap esa Makka zamini urush qilib kuch bilan fath qilingan degan qarashga asosan. Bütün cumhur aliminin qarışı var. Ama İmam Şafii yalnız yo'q bu sulh bilan qo'lga chigan deb turib. Za'ama deymiz bunu. Fa innan nas ixtalafu fi zalik. Chunki olimlar bu Makka fath qilinganmi, sulh bilan qo'lga chiganmi, bunda ixtiloflashgan deydi. Wa in kana al-asah annahu iftataha anwatan li'annahu alladhi kharrajahu Muslim. Yani to'g'ri qarash qilsa, buni fath qilgan degan qarash. لأنه الذي خرجه مسلم دبته المسلم تخرج قيغان بوغاشقا دبته ولات مسلم ناس بخاري مسلم بارلıq kitaplar mesela تخرج قيغان buna bu bir hadisni göz tutmadı hazır qaysi hadis inna Mekke harramaha Allah lam tahil li ahadin qabli ve lan tahilla li ahadin ba'di ala innaha uhillat li sa'a min nahar şuna mendin kin birse Mekke'de urush qiysak buldu deb delil qilsa Rasulullohga qilgan mana deb qilsa danga Rasululloh kunduzdan bir soatlam ma'lum bir vaqt ruxsat qilingan bundan keyin de hech kimga ruxsat qilinmaydi deyariz mana nimaga urushga ruxsat qilingan degandiki nima Makka fath qilingan degan yani mushahadisni nima xarrajahu Muslim deb shunday edimdi amaliyotda buni Buxoriy Muslim boshqa hamma kitoblar rivoyat qilgan hadis bu la yuqtala khalaha ولا يعضد شوكها ولا يلتقط لقطتها إلا المنشد degan şu. İnşallah vaqtda yaqinda. İnşallah o'zaro yetishib ekan. 78-yili urushda urushqanligi Allohning ruxsati urab, menga ruxsat qildi deb urushdimi ular. Rasulullohning hadisiga xilof holatda urushgan gap shu. Urushsanglar bo'lmaydi. Qanday bir kishi urushsaq bo'ladi, Rasululloh urushgan mana deb qolsa danglar. Menga shu kunduzda bir soatlam ruxsat qilindim, bundagi hech kimga ruxsat yo'q. deb qo'ydi. Ruxsat yo'q desa urushgan ekan, hozir bu asi jinoyatchi bo'ldimi? Qachon ruxsat bor? Va la tuqatilu andal masjidil haram hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum. Urush qilmaysa, birsan bostirib kirib urushman deb qolsa, u chaqda o'zini qo'dash uchun urushsang bo'ladi. Abdullah ibn Zubayr shunday qildi-ku. Metniklar doktor metdan nisiga bir qurol tashlab kirib. O 79-yilgi voqea, Saudiya Arabistonining İxvan degan jamoatining voqeasi.
Suudi Arabistanning Juhaymanul Utaybi degan şu kishi bir xil tashkilot hamda. Musulmonlarning tashkiloti Jamaat-ul Ikhwan deb atalgan shu nimada. Arab yerim aralda. Buni vaqasan bu jamoatning bir kuni shu bir araliqda tush ko'rdi ekan. Tush ko'rib, men bunda tush ko'rdim, bu tushning mazmuni nima ekan desa, Masjid-i Haramda biz bir xalifa tiklab tushibdimiz deb, u tush ko'ribdi, bu tush ko'ribdi, shu jamoatning odamlaridan, cho'nglardan nechadan tush ko'ribdi. Ko'rgandan keyin ondan bular bizning shu tush bo'yicha Alloh taolo ko'nglimizga solibdi, shu xalifadan bizning shu haramni tiklishimiz kerak ekan deb, buni tayyorlik qilib, butun shahardagi masjidlarni egallashga plan tuzib, ondan Masjid-i Haramni egallash uchun shu mudada qurol-yarog, oziq-tulik nurg'un narsani shu haramninki, masjidninki yarasi qavatib emasmi? Shuning nurg'un narsani o'q-dora, yemak, oziq-tulikni meni qachilab, ondan bir vaqtlam shu darvozani taqablam haramning. Shu tavab qilayotgan, butun dunyodan kelgan xalq olamda, arablar olamda hammamiz to'xtanglar deb to'xtatlanmış bir xalifa tiklaymiz hozir. Shu bayat qilishlar, hamma bayat qildirib, shu masjidni egallab olgan. Egallab olgandan keyin boshqa shaharda nurg'un masjidni egallab olgan bo'ldi. Xalifa tiklab hokimiyatni qo'limizga olamiz. Alloh taolo bizni bunda buyuribdi, tushimizda ayon bo'ldi deb, sanki andan bo'lni axiri askarlar bostirib jo'shtiga. Ya bunning shar'iy xatoligi nada desa, ana u xalifa tiklashni qilish shu odatda uning orliqqa e'tiroz bildirmaydigan ishlar. Bular tushdan hukm chiqargan, tush ko'rib, tushdan hukm chiqargan. Ya'ni bunda qilishimiz vojib ekan degan. Amaliyotda va tushdan hukm ilinmaydi. Rasululloh mana hamma uylarini chiqarting deb buyurdi, ya kitobni ko'ydirting deb buyurdi deb hammadan uni tashviq qilib, bu shar'iy tarafdan usul fiqhida tushdan hukm ilinamdi degan masala. Hukm nada ilindi odatda? Al-adilla shar'iyya. Kitap ve sünnet, icma, kıyas ve kaza da tizimiz var. Şu adille şeraiyyadın alır. Ticaretçi bir abinin var şu tuş boyunçuda maydanın kılıkta. Endi o'zi shaxsiy hayotida bir qanday tush ko'rib qolsa, atiyan chiqib aytgan chiqib sadaqa o'rtay deydi masalan. Manda bir hukm keldi, Alloh seni buyurdi, bunda qilishing vojib deb unda tashviq qilish bo'lmaydi. O'g'atchi chiqib tashviq qilib Rasululloh meni buyuribdi, sizlarni bunda qilinglar. Rasulullohning buyruq keldi hozir deb unda qilish bo'lmaydi. Tushdan hukm ilinmaydi. Unda bo'lgan bo'lsa, o vahiyning oyog'i uzilib qolmay, shariat yana har xil o'zgarib, boshqa bir yerga berib qoldi. Rasulullah'dan hüküm aldığan kişilerimi alıp ketip biz küçük vaxtımız dedik ki Medine Mescidinin imamının kaldı bir tuş gördü depti. Varak takılıp nurgun kalayım kançılık çıkıp kıyamet yıkılışıda hani bu tuşuna şu fıkha adam zaten en az 10 adamga ayetlerden yetkizmesi günahkar oldu. Dep kağızda o devamlı hatta Mısır'da bir katım bizim darvazanınki balısı bir kağızını kıldı. Man ko'rib bakkan. Qarasam shu gapning o'zi shu. Haramning xizmatchisi palani imommi bunda tush ko'ribdi, qiyomat yaqinlashdi debdi. Sizlar mushana xabarni 7 odamga, u 7 odamga 70 odamga bunda yetkazmasa gunohkor bo'ladi. Bunda qilinadi shu gapning o'zi. Bu endi islom dushmanlari fatbani xalqni qaymoq turishga ana gapni taqib qo'ygan. U haramning unda xizmatchisi unda odammi yo'q, amniyat mavjud emas. Shuna tush ta'birini hukm olsak bo'lmaydi. Endi Mekke fathi qilingan degan qarash kuchliq. Hozir olimlar o'tirdi, Mekke fath qilinganmi, sulhlar ilinganmi degan ikki qarash bor. Imom Shofiy sulhlar olgan deb turgan. Imom Ahmaddan bir rivoyatda shunga yaqinlashgan. Ammo jumhur butun ahli siyar, mag'azi hammasi fath qilingan deb qaragan. Haqi oyatda azfarakumna, mesela zafar nima? Shu g'olib kelib ishg'ol qilishdan iborat. Undan başqa Rasululloh degan Abu Sufyan qorosiga sirg'an, haramga kirgan amallik dedi. Başqa amallik yo'qmi? Adam mana shu kallasini kesish ehtimoli bor. Uchirganni. Shunama bu urushdan nimasi? Anda Xolid ibn Valid bir qism kishilar boshlab chiqib, musulmonlar qo'shinlar azroq ilishgan Makkaning sirtida. Anda Rasululloh 24 kishini o'ttirib etgan shuni. O'shalar Ibn Xatalin baliq, yo'qqa isvasini o'tiranlar. Sulosunda shu yo'q. Ummanın hadisi çoğu, ben panalandırdım dedi. Sulhoz panalandırışının nima işte. Bu zada şu fath qilingan degan qarash kuchli. Demak, Makka zaminida mana fath qilgan, bu zaminda taqsim qilmagan.
Çünkü şu zamanın ehli Müslüman bulup da buldu sizin kulağında kalsın deyip etken imam ihtiyarlık var. Aşında buldu zamanın uzanlık kalsın deyip etsin buldu demek. وينبغي أن تعلم أن قول من قال إن آية الفيء وآية الغنيمة محمولتان على الخيار. Biyada bilişin gerek ki muş iki ayet ihtiyarlıkını bildirdi diyorlar dedi. Ve enne ayetel fey nasihatun li ayetel ganime. Ayetel fey degene ma afallahu ala rasulih degan muş ayet ve almanna ma gantum degan ayetni mansukh qilib etgan deb qaraganlar. Ya tahsis qilib etgan deganlar. Qanday tahsis desa, zaminning boshqani bunda taqsim qilasizlar, zaminni taqsim qilmaysizlar deb qaraganlar. Mushuq so'zlarning hammasi ojiz qarashlar dedi. Bu Hanife'nin sözüme aciz mi çıkmıyor da olsa? Ayetni tushunishga kelgandan da'tidir. Lekin qarashning gapini qilmay, oyatni bunda tushunganlar demoqchi. Ayatul fay degani ma afallahu ala rasulihi. Ayatul ghanima va alamu annama ghanimtum. Bu qanday mahmulatan al xiyar degan qanday chaqda bo'ladi? Ikkisi bir narsa bo'lib qolsa. Yani ikkisi bir gapdi deganlar, ondan mana bunda qildim, yo'q bunda qildim, undan ixtiyorlik bor ekan deganlar bu ojiz qarashlar. İkisi bir gap emas, qanday g'anima bilan fay ikkisi bir gap bo'ladi. Endi ayatul fay'i nasikha li ayatul g'anima. Bu ikkisi ikki narsa bo'lsa, nima uchun ma'vani mansukh qilib o'tadi uni? Tamam? İkisi bir narsa bo'lib taqishib qolsa, undan ani ishtirutdi. Bu ikkisi ikki narsa bo'lsa, qanday mansukh qilib o'tadi? Ya muhassisa degan bu mu ojiz edi. İlla yakuna ismal fay vel g'anima yadullan ala ma'na vahid. İkisi bilgandan bildirgan bo'lsa, o chaqda mansukh bu degan gap chiqdi. Boshqa gap bu. فإن كان ذلك فالآيتان متعارضتان. Endi ikkisi bir ma'no bo'lib qolsa, endi zid keldi. Endi zid kelgani ikkisi petishmaydi. Cho'qim bizga ma'no chiqish kerak degan gap bo'ldi. لأن آية الأنفال، bishar آية الأنفال da bunda iborasining toz joyida emas. Ayatul g'anaim fi suratul anfal deyishki. Chunki ayatul anfal darhol kallamizda gap qoldi. Yasalunaka anil anfal degan ayat gap qoldi. Bu almanma g'animtum şey bayetni nasıl qilmoqchi. Ha, şu g'anaimni masal. G'alimu annama g'animtun degan oyatni. Yani suratul anfalda kelgan ilk oyat demoqchi. Zid kelib qoldi. Qanday zid keldi bo'lsa, g'alimu annama g'animtun degani qanday g'animat olgan narsa shu zaminmi bor, shuni 5 ga taqsim qilamiz degan gapni ko'rsatdi. Ayatul hashr degan ma afallahu ala rasuli degan oyat tujibul qismat dun at-takhmis. 5 ga bo'lib jumlaylam lillahi va rasulihi zul qurba va yatam ashura taqsim qilib o'tishni bildirdi. 5 ga bo'lash yo'q degan gap. Bu qismat bunda nimani 5 ga bo'lib uning keyin undan nima qilish bunda qoida yo'q shu nimani biliyorsun. Ha imom aydalam bilib dedi. Bu fayning gapi. Nima hozir ikki oyat bunda ikki xil mazmunni bildirdi deydi. Fa vajaba an takuna ihdahuma nasikhatan al-ukhra. Yani bu qanday ahvol? Ikkisi shu g'animat to'g'riliq so'zlagan bo'lsa-da, bu chaqda ma'nda 5 ga bo'lsan dedi, ma'n bo'lmaysan dedi. Undan ekan, va birisi mansukh qilib o'tish kerak bo'ldi. Amaliyotda o ikkisi bijmani kelgan narsa emas. Ma jang qilib olgan, ishg'ol qilgan narsa, o jang qilmasmi, qachida kafirlar tashlab qochgan yoki to'lam to'lgan. Aw yakuna al-imamu mukhayyaran bayna at-takhmis va tark at-takhmis. Yakan ikkisiga amal qilamiz desa, ma'atga asosan taxmis qilamiz, ma'atga asosan taxmis qilmasmi, ikkisining da ixtiyorlik bor ekan deyman. Va zalika fi jami' al-amwal al-maghnuma. Demak, bu zimin bo'lsin, manqul mal bo'lsin, mal-mulk bo'lsin, hammasi shunda bo'lish kerak deydi. Va zakara ba'd ahli al-ilm annahu madhhabun li ba'd an-nas. Ba'zi ahlimlar mushu qarashni, ya'ni zimin bo'lsin, boshqasi bo'lsin, 5 ga bo'lsin ixtiyor, 5 ga bo'lmay o'zi bir taraf qismi ixtiyor deganni ba'zi olimlarning qarashi deb rivoyat qildi. Biz taxmis qilish qilmas İbrahim Naxaydan rivoyat qilgandik. Shunami? İbrahim Naxay masalan bütün o'ljini olsa, anfal bamakchi bo'lsa, shu o'ljidan hammani bir vasim bo'ldi deganda. 5 ga bo'lib jumaylam, hammani tartiq inom qatorida bir vasim bo'ldi degan. Danki bu imomning ixtiyorligida degan mushqarashning egisi shu İbrahim Naxay. Wa adunnuhu hakahu anil madhhab. Yana men musha mazhab degani mishada qaysi? Maliki mazhab. Yani bizning mazhabimizdan hikoya qilgan deb qarayman deydi. Yani Maliki mazhabdan bir xil qarash bor, shunday qarash bor demoqchi. Vajib ala madhab man yurida yastanbita min al-jam' baynahuma tark qismat al-ard va qismat ma'ad al-ard. Endi ikki oyatni jam qilgan ahvolda zaminni taqsim qilmaydi. Zaminning boshqani taqsim qiladi degan mazmunni chiqarganlar.
Bularning qarshiga asosan qanday bo'lish kerakda? An takuna kullu wahidatin min ayatin mukhassisatun ba'da ma fil ukhra. Ma ayatni ma'lum bir qismini taxsis qilib o'tgan. Andan ma o'qib oyatning ma'lum bir qismini taxsis qilib o'tgan bunda bo'lish kerak degan gap chiqdi. Men murakkab ekanda qildim. Ya'ni ikki oyatni jam qilib bir qarashdilar. Jam qilib ikkisidan amal qilmaymiz deb biqibdi. Qanday oldi ekan? Mush qarashda bunda mazmun chiqadi. Zimin taqsim qilinmaydi. Zimindan boshqa narsa taqsim qilindi. Ya'ni manqul taqsim qilindi, g'ayr manqul taqsim qilinmaydi degan gapni chiqaribdi. Chiqarib mushu qarashga asosan nima bo'lmoqchi ekanda? Bu oyatdan qanday tushunish ekan bu desa, ma oyatninki bir qismini taqsim qilyapti, yoki nasx qilyapti. Unda ma oyat qilib oyatninki bir qismini nasx yo taqsim qilyapti degan bo'ldi. Masalan, ayatul anfal degan, ya'ni va'laman nima g'animtum degan oyat khassasat min umum ayatul hashr. Ayatul hashrda bir umumlik bor. Ma afa Alloh ala rasuli degan. Bu bir umumtigo. Allah Taala şu ahl Qur'on Rasulullohga qaytirib bergan lam narsa bo'lsa, bunda deganda, mushlar tegishlik deganda. Bunda ziminni chiqarib ekan bu. Bu oyat shu manqulnam demakchi, g'ayr manqulni demada deydi. Fa wajabat fiha al-khums. Shundan fiha degan nima? Ma'lumlarda Manqulda demakchi, fiha al-khums degan. Manqulni 5 ga bo'lasiz dedi. Wa ayatul hasri khassasat min ayatul anfal. Yani ma afa Allah degan oyat va alamu annama g'animtum degan oyatdan ziminni taqsis qilib chiqaryapti. Yani xuddi hozir va alamu annama g'animtum ma'adal ard demakchi, min al amwal manqula demakchi ekan. Zimin bundan emas deb chiqaryapti ekan. Falam tujib fiha khumsan. Unda ziminni boshqa taqsim qilish yo'q. Zimindan boshqani boshqa taqsim qilish bor deb menda chiqar ekan. Yani va alamu annama g'animtum min al amwal al manqula ghayr al ard degan bo'ldi demakchi. وهذه الدعوة لا تصح لكن بو دعوة أقميدو إلا بدليل دليل بولب قاسيتان دا دليل يوك مع أن الظاهر تقولون استيقا وآيات الحجرنن شندا من دا تشكتوغان معنى سنما أنها تضمنت القول في نوع من الأموال ما أفاء الله على رسوله ديگان مشايات معلوم بر ترلك مالنن گبنن قلواتو دو مخالف الحكم للنوع الذي تضمنته آيات الأنفال وعلموا أن ما غنمتم degan oyat boshqa bir turlik malning gapini qilyapti-da, ya'ni g'animatning gapini qilyapti-da. Ayatul hasr ma afa Allah degan fayning gapini qilyapti-da. Ikki narsa. Va zalika mana buning bayoni naqaladan fama awjaftum alayhi min khaylin wala rikab. Shu ma afa Allah va rasulining munasib suratul hasrning oyati bu. Islam fama awjaftum degani sizlar onunğa at çaptırıp yoki yo'lga otlanib qo'shin tortib bunda kuch chiqarmagan degan. Yani bu fay yani. Ama g'animatchi at çaptırıp qo'shin tortib urushgan gap. Va tanbihun alal illa mana. Mushu oyat azif fama awjaftum alayhi min khayl va la rikab degan bu yerda fayningki alohida xususini bayon qilgan illatni ko'rsatib beryapti deydi. Allati min ajla lam yujab haqqun lil jaysh khassatan dunan nas. Mush illat bo'g'achqa qo'shinga nasibi tegmadi hozir. Maxsus qo'shinninki jangchilarning haqqida bir narsa belgilanmadi. Lekin butun kishilarga keldi, nasibi keldi. Ama lekin ma qo'shinning maxsus nasibi sitdi deb ayrimunda ulush tegmadi deydi. Nima uchun? Chunki u qo'shinga ot choptirib birib, janglashib, kuch chiqarib, o'lib, yerda olib qiyg'ash yo'q. Yani shu musulmonning kuchidan sal qo'rqib qolib o'zikidan ala shan deb tashlab qo'ygan ham. Bu anda Rasulullah'ın bir nimasi var bunda. Şunu felillahi ve lirrasul degan nima muhim ma'noda. Mush fayda Rasulullah'ın. Rasulullah'ın shu o'zining barligi bilan kafirlarga alayda qo'rqinch dahshat paydo bo'ldi. Shunga otaytu khamsan lam yu'tahun nabiyyun qabli degan mushahidistima nusirtu bir-ru'b masirata shahr. Bir oylik masofada dushmanlarimning diliga qo'rqinch paydo bo'lish orqali nusrat ata qilindi. Bular bu Yahudilar bandan nazar emas, u Yahudilar Rasulullah ekanligini Allohning payg'ambari biladi bular. Bilgandikan uning ko'nglida albatta qo'rqinch paydo bo'ldi. Bu Allohning payg'ambari bilan tutishyapmiz hozir. Deganki Allohning payg'ambari albatta Alloh taolo payg'ambarini nusrat beradi unda. Cho'qim bizga mag'lubiyat yetadi degan bir nima bor. Nima Alloh shayanda bilan tashlab. Shunga bu fay bo'lgandikan Rasulullah o'zi bir taraf qiladi.
Xuddan bu Rasululloh sababidan Makkada musulmonlarning qo'li tushib qolgan mol dunyoda eklanmas. Rasululloh bo'lg'achqa. Wal qismatu bi xilaf zalik. Lekin o taqsim qilish shu, taqsim qilish lashkar tortib, mujohidlar otlanib, kuch chiqarganda andin o taqsim qilish var. Lekin ma'va fay deganda unda kuch chiqarib qilish shu. İz kanat tu'khadu bil ijaf. Chunki qismi qilingan g'anaimlar qanday ilinadi? Achchab turib, taraqquzlab andin ilinadi. Ijaf degan achchab turishdan iborat. Yani mushu masalada mushu Abu Hanifa'ning qarashi eng kuchli, eng to'g'ri qarash. Yani Rasululloh ishg'ol qilgan, fath qilgan zaminni, ma'lumotni biz qanday biz taraf qilganini bayon qilib bo'ldi. Zaminni ba'zida o'ljag'inlik taqsim qilib o'tgan ahvol bor. Ba'zida shu zamin ahli bo'lgan kafirlarni qo'lda qo'yib turib, siz ishlarning yerimini bizga to'laysizlar, yerim usulini. Chiqqan usulni yerimini bizga to'laysizlar, Xaybar degidek bunda qilgan ahvol bor. Yani Makkani fath qilibdi, Makka aholisi musulmon bo'libdi, avvalda o'zlarining zaminini o'zlarining ego'lanlar deb berib o'tgan ahvol bor. Undan keyin imomning ixtiyorligidagi ish bor. Abu Hanifaning qarashi eng kuchli. Tarjih qilish kerak bo'lib qolsa, shuni tarjih qilamiz. Yani İmam Şafii'nin Mekke sulhlardan ilg'an degan qarash baklam ajiz qarash. Shaz bo'ladi. Shaz desak bo'ldi. Shaz degan bu bir xil tilg'an, aybligan nima emas. Umum ko'pchilik xuddi ijmodak bir ahvoldan ayrim bir yerga chiqib olsa, ayrim qarashda bo'lsa shaz deydi. O'zalda ayrim bir qarash bo'lsa, boshqa barliq olimlarning qarashidan ayrilib chiqib olgan bo'lsa shaz. Albatta bu İmam Şafii'ning qarashi İmam Ahmaddan kelgan bir rivoyatda shundara qaraganimiz bor. Ulama Sulhul Hudaybiyani fath deb qaraydi. Chunki o nurg'un foydali kelgan bo'lgan ekan, Sulhul Hudaybiya orqali shu sulhning o'zi fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Gina Sulhul Hudaybiyani deb qaraydi deb tushunadi. Al-faslu as-sadisu fi qismatil fay. 6-fasl fayni taqsim qilish masalasi. Fayni bizim degan to'q, fay degan musulmonlar jang qilib, qo'shin tat, urush bunda qilib yurmay, kafirlarga tashlab qochdi yoki musulmonlarga mushin berib urushdan qutulib qoldi degan yo bir to'lam. Bu sulh orqali kelgan jizya, boj, bunda narsalar xarajam bo'lsa, shuni ichiga kiritdi. Kafirlardan birisi o'lab qilib islom davlati uchun uni malga egicha qisqagan islom davlati Makkada oladi. Bu fay bo'ldi. Yani fayning nimasi jiqimdi. Yani derhal fay desak, aş urushda alg'idek, bananadir bo'lgandek nima ko'z tutildi. Amma al-fay 'inda al-jumhur fa huwa kullu ma sara lil-muslimin min al-kuffar min qibal ar-ru'b wal-khawf min ghayri an yujafa alayhi bi khaydin aw rijlin. Jumhurning qarshida fay degan nima esa, kafirlar tarafidan musulmonning qo'liga tushgan. Qanday qilib qo'rqib tushgan deydi. Lekin qo'shin tatib, at chaptirib, lashkar chaptirib nima qilish jumasdan deydi. Kafirlik qo'rqib topshirgan narsa. Urush qilmaydi. Ya urush qilmay, qo'shin tatib musulmonsa, musulmonning haybisidan, kuchidan qo'rqib, manchilik binas berilay yo bizga chaqilmasang bu degandek manda qilgan narsa. Mesela jizyami shu hamda. Jizyami shu fay. Chunki manda to'lay deydi-ku. Shu gap. Vaqtalafan nas, endi olimlar nada ixtiloflashdi fil jihat allati yusrafu ilayha. Mush fayni nega sarf qilamiz? فقال قوم إن الفيء لجميع المسلمين للفقير والغني يعني الفقير والغني bir qism olimlar bu barliq musulmonlarga ishlatamiz fayni debdi. Kambag'al bo'lsin, boy bo'lsin. Yani shuni bo'lib birimiz demoqchi, ha? Va innal imam yu'ti minhu lil muqatila. Musulmonlarning raisi jangchilarga undan birdi. Hokimlar va vali emir shahar boshliqi, iz boshliqlar degan hammasiga berdi kadrlarga. Va yunfiqu minhu fi an-nawa'ib allati tanubul muslimin. Musulmonlarning beshiga qilgan ba'zi kulfatlar olib qolsa, ofatlar olib qolsa, uni xayzaydi. Masalan, qurg'oqchilik ofati deymiz ya, davrish ofati deymiz. Bunda ofatlar kelib qolsa, uni xayzaydi. Ko'rik iqib ketgan ko'rik soladi. Maslar yig'ilib ketgan, o'rilib ketgan bo'lsa, o'ngshaydi. Va g'ayri dalika. Shunga o'xshash lozim qilgan ishlatdi. Wala khumusa fi shay'in minhu. Uni 5 ga taqsim qilish degan gap yo'q deb qaradi. Va bihi qala al-jumhur. Bu ko'pchilik olimning qarashi. Fay وعلم أن ما غنمتم ديندك فأن الله خمسة وبشتم بروندا تقسم قلش ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أشوف الله إيش لتلدود. Bunu da
G'anin demedi. Ma afalloh hozir fayning gapi mi? Ha. Ma afalloh degandan keyin fay qilib bergan narsa Alloh Rasululloh faqir miskinimizga mushular kildi dedi. Beşki bilan degan gap yo'q. Lekin g'animatda beşki bilan deganda fa anna lillahi khumsahu degan. G'ani degan gap demedi. Demiş onun biranda. O'lir Rasul dedi-ku. Ha. Rasul o'g'aniga shu musulmonlarning raisi, shu chaqda musulmonlarning raisi Rasulullohdi. Ha. Ani keyingi xalifalar shu o'rin turdi. Shuni bir taraf qildi degan gap. Shuni bir taraf qilish haqqi bor demak. O'ziga xajlisin bo'ldi, boshqalarning musulmonlarning ahvoli qarab xajlisin bo'ldi. Uningdan keyin-da validul qurba val yatama val masakin va ibn sabil degan nima bor. Ularning xajlashimiz bor demak. Hozir ya shunda olsa Alloh va Allohning Rasulullohi ayronlar shuni miniki fayni bir qism degan keyin Rasululloh bilan Alloh nim qilmagan keyin shuni vaqt o'rinda ishlatamdi, qanday qilganda. Allah degani, biz nima dedik-ku? Ayatul g'animada xumusni nima qilgan chaqda lillahi va rasul bu 6 narsani sanadi hozir. Shuning uchun Alloh Rasul zavqba va tamam ibn sabil va buni bir qism olimlar xumusni 6 ga taqsim qilamiz. Lillahi degan Ka'baga haramni ta'mir qilishga, yasashga ishlatildi. Rasul degan Rasululloh o'zi hajlaydi yoki musulmonlar hajlab turdi. Zavul qurba degan Rasulullohning tuqqanlariga qag'illar shu degan yatama masakin ibn sabilga hajlandi deb qaragan. Ba'zi deydi, ya lillahi va rasul degan bu yerda iftitah kalam, ya'ni tabarrukan da degan so'z uni ayrimida taqsim qilish yo'q. Deb yani 5 gibi qoldirdi. Allohga ayrim taqsim qilish yo'q deb 5. Hozir unda Rasulullohni chiqarib o'tib qolgan Rasulullohni chiqarib o'tgandan keyin zavul qurboni chiqdi. Nima uchun desa Rasululloh zavul qurba hozir o'tib ketdi dunyodan. Hozir qolib qolgan shu ish qilsa ham deb turadi. Demak, musulmonlarning nimasiga hajlandi degandan keyin buning ichida boy bor, kambag'al bor endi. Ha. Masalan, hozir vaqf qildi masalan, yo'lda so'su ishimizga vaqf bor. Qisanda Mercedes bilan kelib bu ustab qolgani sushib ketdi. Ya'ni bu kambag'alni kelib ishib ketdi, vaqf deganda o nima? U musulmonlik deb qilsa, boyma kambag'alning bahramon bo'ladi. Ama falan yani fakirler kılamdı sitte. Bu çağda bayla ondan paylanmaydı. Şuna Suudi Arabistan'da mesela Kaşgar ribat, Kotar ribat da belgeleydi o. Yani ribatlı var. Teki hanımı deydi mesela. Bu şu bay mı yatalaydı, kembağal mı yatalaydı onun. Bu kembağallam kıyın dersin. Çünkü ezgi çıkardı şu bay adamla çıkardı ezgi. Kembağal çıkmaydı. Ya burun kızım aldı şunda atı o. Hazır mı şunda aldı şu köpünçe bayıl çıkıyordu. Ha şöyle yazsa nenge. Demek hamda imamning qo'lida bo'lgandan keyin bu xohlagancha tasarruf qiladi, uni 5 ga bo'lib jumaymiz. Bu ko'pchilik olimlarning qarashi. Endi g'animatda 5 ga bo'lamdiq, 5 dan 1 qanda bu xumusda talashtas bo'lgan. Bu yerda talashtas bo'lmadi. Chunki oyatda shu ma'afa Alloh deb lamanda deb aytgan ekan. Uni 5 ga taqsim qilsiz degan gap bo'lmadi. Bo'ldi, ketdi dedi. Wa huwa thabit an Abi Bakr va Umar radhiyallohu anhuma Rasulullohning xalifasidan sahih kelgan isbotlangan qarash shu edi. Bunda bir taraf qutgan bo'la. Va qala Shafi'i Imom Shafi'i mana shazalati chiqib oldi mana. Bal fihi al-khums. Yo'q, 5 ga taqsim qilamiz ashunima deb turib. Faynima 5 taqsim qilamiz. Wal khums maqsumun alal asnaf alladina dhukru fi ayatil ghanaim. Yani 5 ga taqsim qilamiz. Bu 5 ga taqsim qilganda qanday bir taraf qilmaysiz? 5 dan biri aşı valiman nama g'animtum degan oyatda fa anna lillahi khumsahu va rasul deb bayon qildi-ku. Va fay ayetidan shuni bayon qildi. Tushudanda, chipishlishida. Aşu 6 qism ismatalgan 6 tarafga sarf qilindi dedi. G'animatning xumsida hozir ma fayning xumsi o'xshash aşı ketg'ayya o'xshash demakchi. Endi 5 dan 4-chi desa uning o'xshamasligi mumkin. Ayatul g'anaim degan shu fa anna lillahi khumsahu va rasul degan nima shu. Va humul asnaful ladina dhukiru fil khumsi bi'aynihi min al-ghanimah. G'animat oyatida bir-birlab ismi atalgan 6 turli kishilar shular dedi. Va innal baqi huwa masrufun ila ijtihadil imam. Mana g'animat bilan farqi Imom Shafi'ning usta. G'animatda 5 dan 4 jangchilarga taqsim qilindi. Ma fayda 5 dan 4ni imom bir taraf qildi. Qanday bir taraf qilsa? 5 dan bir qismini imom Zavul Qurba tamam sakin bunda taqsim qildi. Uni o'zi Rasululloh bir taraf qildi, shuni taqsim qilib yetkazib birdi. Endi hozir ma faydimi shu g'animatga o'xshash qarab 5 dan 1 o'xshash debdi. Lekin 5 dan 4 shu
desa, endi o g'animat olgan jansizlik taqsim qilmaydigan bo'lgan ekan, imom o'zi bir taraf qildi. Yana berib shu o'xshash chiqib qoldi yana. Yani hammani shu imom bir taraf qildi degan. Lekin ammo 5 dan 1 deb ayirib bir mana ayirib qo'yib turib, uni menda bir taraf qildi. Qolganini menda bir taraf qildi debdi. Yani 5 dan 4 o imomning ijtihodiga munosabatlik. Nega xaylaydi o? Mesela yunfiqu minhu ala nafsi. O'zining chiqimi xaylasin bo'ldi, balchaqildirning chiqimi xaylaydi. Va man ra'a o'zi xohlagan munosabat qaralganlar xaylaydi demoqchi. Ala man ra'a annahu yoki va man ra'a va ahsabanna qawman qalu deb bunda degan bo'lishi mumkin. Ya'ni bunda deb qaraganlar bor. Shunday qildim. Va peshni ma'noda qo'yib qo'yganlikka hozir. Shunda mana adib chiqdi qo'yib. Anda yunfiqu minhu ala nafsi va ala ayalihi va ala man ra'ahu deb qo'ysak, masalan, o'zi munosib deb qaralgan, o'zi xohlagan kishiga sarf qilsa bo'ldi degan gap chiqdi. Ya'ni va man ra'a va ahsabu deb qolsa, bunda deb qaraganlar bor, ba'zi olimlar bunda degan deb o'ylayman deb bunda yangi boshlardan boshlangan so'z. Tashqiyotmi? Siz tatibmi? Jumla muatarida. Va man ra'a anna al-fay'a ghayr muhammas dedi. Va man ra'a sizaq va ahsabanna qawman qalu deb sizaq innal fay'a ghayr muhammas sizaq. Endi ba'zilar bu fay deganni 5 ga bo'lash yo'q deb qaradi shunama. Innal fay'a ghayr muhammas va lakin yuqassam ala al-asnaf al-khamsa alladhina yuqassam alayhim al-khums. Mana. Endi bunda bir qarashim borki, va huwa ahad aqwal ash-Shafi'i fima ahsab. İmam Şafii'nin bundan bir qarashi bor ekan. Bu fayni 5 ga bo'lmaymiz. Lekin asho xumus taqsim qilingan fa annallahi khumusahu va lirrasul allazil qurba va latama va masakin va ibn sabil dedi. Endi ma faydimi? Ma fa Allohu ala rasul min ahli qura falillahi va lirrasul allazil qurba va latama va masakin va ibn sabil. Shu 5 eylanni atida shunama. 5 ga bo'lanmaydi, lekin ash 5 turlik kishiga sarf qilindi deb qarabdi. Endi jumhur bilan ba qarashning farqi nima bo'lsa, jumhur imom o'zi bir taraf qildi, qanday bir taraf qildi degan. Ma yo'q, qanday bir taraf qilmaydi. İmam shu 5 turlik kishilarga sarf qildi. Bu imom Shafiining bir qarashi ekan. Va sabab ixtilofi man ra'a annahu yuqassamu jami'uhu ala al-asnaf al-khamsa aw huwa masrufun ila ijtihad al-imam wa sababu ikhtilafihim fi qismat al-khums min al-ghanima wa qad taqaddama dhalik. Mishadagi talashtatning sababi nima desa, g'animatning 5 dan 1ni taqsim qilamiz, u degan masala bor-ku. Xumusni taqsim qilish masalasi talash bo'lgan sababning o'zi shu deb. Ya'ni annaman ja'ala zikra al-asnaf al-ayat tanbihan ala al-mustahiqin lahu. Mana. Bu shu oyatda zawul qurba va latama va masakin ibn sabil deb 4-5 kishining ismini atadi. Mushu ataqalliq mushulliq bilan xaylaysa boshqa xaylamas degan gap emas bu. Lekin eng zo'rilni boshda bir munda deb qo'ydi. Undan keyingini demidi. Yani ba'zi bir turli kishilarni sening saminga sab qo'yatdi hozir. Verdiganlar mushulam shu degan gap emas. Deb bunda tushunganlar. Bu nima debdi? Va lihadil asnaf madkurin va man fawqahum mana. Mushu 5 turli kishiga oladi buni. Uningdan boshqalarni oladi deb qarabdi. Va man ja'ala zikral asnaf ta'didan lil ladina yastawjibuna hadal mal. Yani mushu 5 turli kishilarni oshunga haqli bo'lganlar mush kishilarlam deb qarasa, bundan boshqa adam ololmaydi deb qarasa, la yata'adda bihi haulal asnaf. Ulardan boshqalar bermaydi, ulardan alqib ketmaydi deb qaradi. Yani annahu ja'alahu min babil khusus la min babit tanbih. Demak, shu nassan ashularning xas mushulam keldi deb nassan belgilab o'tishda iborat deb qarab. Wa amma takhmisul fay falam yaqul bihi ahadun qabla ash-Shafi'i. İmam Shafi'i ilgari o fayni 5 ga bo'lamiz deb hech kim deb baqmagan. Demak, bu shaz bir qarash ekan. Wa innama hamalahu ala hadha al-qawl. Nima uchun mushunda deb saldamdi bu imom desa, annahu ra'al fay'a qad qusima fil aya ala adad al-asnaf alladhina qusima alayhim khums. Wa alima nima qalimtum degan oyatda fa anallahu khumsa va rasuluhu deb sanadiga va fay oyatini dal shu g'animatning xumsi taqsim qilgan kishilar mushundimi sanaldi. Sanalganka mushunlar ikkisi o'xshashgan deb o'ylab qoldi dedi. Fa'taqada lidalika anna fil khums. Demak, mushundimi xums bakan deb o'ylab qoldi. Li'annahu dhanna anna hadhihi qisma muxtassatun bil khums. Mana osh kishilarning sanalishi mush xumusga xos deb qarab, undan keyin mushumi taxmis qilindi dedi.
وَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِذَارِ Ameliyatta unda nas çıkmaydı onda. Unda mezmun çıkmaydı onun. Belli zahir yani enik görünüp turduğun çıkıp turduğun nimasi enne hâzihil kısmet tehussu cemî'al fey la cüz'en minhu. Ma afa Allah ala Resul min ehl qura felillahi ve lirrasul lezil qurba ve letama degan muşu feynin 5'ten 1 emas. Feynin hemmesi muşunda taksim kılındı degan enik çıkıp turdu deydi. Humusav degan gap bormi? Yo'q. Ve vellezî zehebe lehi fîmâ ahsibu kavmun. Bir grup alimlar muşunda deb qaragan deydi. Bir grup alimlar deb qarada aş kişilerge feynin hemmesi berildi dedi. Qurba ve letama ve mesakin ibn sebil Resulullah'a, Zevul Kurbaga, İbn-i Sebil Yetama Mesakin verildi dedi. Köpçülük alimler imamın ixtiyarlığı tasarruf kılışı koyup verildi. İmam bir taraf kıldı degende. Hazır ikisinin farkı oldu hazır. Cumhurun karşı olan ma karışıklığının farkı. Cumhur Resulullah bir taraf kıldı mene degende. Hazır ma karışta Resulullah'ı bir taraf kıldı. Resulullah'a 5'ten 1 tigidi. Ondan başka 5'ten 4 kısmına şu Zevul Kurba ve tamam Mesakin ibn Sebil'e Resulullah takip burdu degan gap chiqdi. Buni da Zevul Kurba ve tamam Mesakin bir namuna ala tanbih ulab qalsa, uning boshqalarni takip burdu degan gap chiqdi. Yo'q, mushulamtas ashullarni takip burdu degan gap chiqdi. Wa wallazi da'abali fi ma ahsibu qawmun. Bir guruh Allah mushunda qarabdi. Ya'ni ashulaga taqsim qilindi degan gap. Yani bu bir xil munda qarasak, bu bir xil taxmis masalasi chiqdi mushunda. Çünkü hem de ma afa Allah ala Resul min ehl qura. Allahi ve Resul Resulullah'a digendiken 5'ten 1 ketdi. Anı 5'ten 4 kılını Zevul Kurba ve tamam Mesakin ibn Sebil degan gap. Demek hemmene munda bilsiz degan gap chiqdi debdi ma qarashdilar. Lekin g'animat shu 5'ten 1'ini mushunda bo'libdi. Ma'noda fayning hemmene munda bo'lmasdi. Ve kharaja Muslimun an Umar. Müslüman emas Buxoriy rivoyat qilgan hadis bu. Umar radhiyallohu anhu qala kanat amwal bani Nadir mimma afa Allahu ala rasulihi mimma lam yujif alayhi almuslimuna bi khaylin wa la rikab. Bani Nadirning mal mulki Suratul Hashrda bayon qildi. Mal mulki Allah taala rasuliga shundalam qaytirib bergan malti deydi. Unga musulmonlar qo'shuni ochab turib, taraqquzib unda bir jang qilib avarolmagan deydi. Fekanat şu unda boğaçqa nimette fekanat lin-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem halisaten Resulullah'ın xastı bu. Sap hemmene Resulullah'ın alıptı. Fekanu yunfiqu minha ala ahli nafaqata sana. Xas olgandiken Resulullah'dan özünün balçaqlarına ailesiga bir yillik chiqimini qilibdi. Undan qapqag'ini yec'aluhu fil kira' kira degan at ulag'lar demakchi. Atlarga jang ulag'larga sarf qildi. Va silah qurollar iddatan fi sabilillah. Allah yo'l jihad qilishga jabdunish uchun bunda qildi dedi. Qurollar at ulag'larga sarf qildi. Va hada yadullu ala madhhab Malik. Bu anda İmam Malikning qarashini bildirdi debdi. İmam Malikning mazhabiga dalil bo'la oladi debdi. Yani bu yerda jumhurning qarashiga dalil bo'ldi deyiladi buni. Rasululloh o'zi bir taraf qildi degan gap chiqdi-ku. Jumhurning qarashiga dalil bo'ldi. Çünkü jumhur bu fey'nin hammasini imom bir taraf qildi degan. Al-faslu as-sabi'u fil jizya. 7. bölüm jizya. Jizya deganda islom davlatida ma'qul garajdan bo'lib yashayman. Mishada islom hokimiyati bo'lsin. Musulmon davlatining tavaligida fuqaro bo'lib yashayman degan ash kafir to'laydigan to'lam. Baj. Uning o'rnida ado qilingan narsa bo'lgandan jizya deb ataladi. Jizya degan ado qilish. Demak bu ado qilishdan iborat. La tazzi nafsun an nafsin. Yani bir nafsdan bir narsa ado qilib qo'ymaydigan kun deymiz-ku. Ado qilishdan ado qilinadigan bajdan iborat. Val kalamul muhit bi usul hada al-fasl yanhasiru fi 6 masail. Mushu faslga munosib eng muhim qoida xarakterlik masalalarga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda 6 masala ustida sanab cheklik holatda bunda so'z qilsak bo'ladi. Yo'q, hamma masala bayon qilmaymiz. Asosiy masalalardan. Birincisi mimmen yejuzu akhzul jizya. Qanday kishilardan jizya olishga bo'ladi? Ahli kitoblarmi, majusmi bormi, arqunda vasani mushrikmi? İkincisi ayyul asnafi minhum tecbul jizya. Aşı biz jizya alamiz degan qavmning hamda qanday kishilardan jizya olamiz?
Erlardan alamdı. Ayollardan ammamdı. Kişik vallahi çoğu. Karışırlar, kembagallere degende. El-thalitha kem tecib. Her bir kişi qanchalikdan to'laydi. El-rabi'a mata tecib. Qachon vacib bo'ladi? Yani bir yil o'simi yoki yilning 5-dimi, yilning oyog'idimi degandek. Va mata tasqut. Qachon gadindan tushib ketadi, juyilib ketadi. El-khamisa kam asnaful jizya. Jizning turlari qanchalik? Yani necha darajasi bormi, yo'qmi? Bayg'amonchilik, o'rtog'amonchilik, kambag'almonchilikmi deganda. Es-sadisa fi mada yusrafu mal jizya. Jizdan kelgan pul nimalarga sarf qilinadi? المسألة الأولى فأما من يجوز أخذ الجزية منه فإن العلماء مجمعون على أنه يجوز أخذها من أهل الكتاب العجم ومن المجوس كما تقدم. Elbette de Kureyş, Arapların ehli kitaplarda talaş-tartışmalarda onun gibini qilmish, ama Ecem'nin ehli kitapları Mecusilardan aldığanlığa asası icma keldi. Yani ihtilaf nerede ise kitap yok kişiler. Yani butperestlik, aşında ateistimiz, başka her konuda müşrikler. Ehl kitap emas kişiler. Ve fi men huwa min ehlil kitab min el Arab. Araplardan bu ehl kitapdan talaş-tartış var. Bazılarımızda danmayımızda var kaza. Bunda talaş-tartış ötep ketdi o. بعد اتفاق فيما حكى بعضهم أن لا تؤخذ من قرشيين كتابي. Yani bazılar bunda ittifak geldi de bir hikaye qilib baktı, sözlep baktı. Qanda desa Kureyş'tin boğa ehl kitapda ilinmaydı deb bunun alimlar ittifak deb baqqanlı var dedi. Bu mesele lekin yuqorida ötep ketgan masala. Demek asasen cizye ehl kitapdan ilinadi. Bunun ittifak. Lekin undan başqalar ilinamdi, yuqorida bayon qildi. Kuchli qarashda boshqalardan asib bo'ldi. وأما المسألة الثانية وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم قندا ترلك كشلاغا جزي تولش واجب بولدو فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف uşxil sıfat bolsa andın jizya gadini kilidi deb ittifoqlashdi. Bo'lash kerak, balog'atga yetgan bo'lash kerak, hur bo'lash kerak. Va annaha la tajibu ala nisa. Kishilar bo'lish kerak deganki ayol kishilarga, kichik bolalarga kelmaydi. İza kanat innama hiya iwadun min al-qatl. Chunki bu o'tama endi bir qo'sh qinidan kechgandan keyin musulmonlar buningga xavalib islom davlatining bayroq ostida xotirjam yashilish uchun bo'lgandan keyin o'ltiradigan kishilar qandayda cho'ng kishini o'tirib turishni ayollarni kichiklarni o'tamaydi. Davondan keyin o'limning badali bo'lgandan keyin o'ltirmay qolgan bo'lg'achqa erlarlar to'laydi. والقتل إنما متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين قاتلوا ديان بو فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ديان بو اقتلوا ديان بالغ أرلا قتلغان söz إذ قد نهي عن قتل النساء والصبيان ولا ترشتن شكلنجان وكذلك أجمعوا على أنها لا تجب على العبيد كلهم كمالك واختلفوا في أصناف من هؤلاء عند ونود إتباق oldu أي الله سبيلا كلهم كمالك. Yani bazı türlü kişilerden yani erlerinin işçideki asnafın minha olar yani erlerinin işçideki bazı bir türlü kişilerden ihtilaflaştı. Minha fil mecnun saram ve fil muqad oturup kalgan adam ve minha fil şeyh beklem yaşlanıp ketken qara. Qonun parizin mi ya? Qırlıqda oturup kalgan bo'lishi mumkin. Kesel sebebiyle oturup kalgan bo'lishi mumkin. Yani şeyh degine ve qara yaşangan desa muqad degan kesel sebebiyle oturup kalgan, qo'polmaydigan, arılanmaydigan degan bo'lishi. Yani o tirikçilik kılamaydı anladım. Ve minha fi ahli savami yana şu şerika monastırlarda dir degandeki elde turga rahiplar ibadetle lan şug'ulimiz deydigan o'zining qarashida dervish rahiplar deydi. Butxonada yashaydi. Ve minha fil faqir yana kambag'al gibi kiramdi kelmamdi. Al yutba'u biha daynun mata aysaramla. Kambag'alga keladi desa, kelgandan keyin bu gadinga vojib bo'ladi, qarz olib tuttirdi, pul topqanchalik birdi demdoq yoki uni kelmamdi. Evet, nima uchun savama majnun bo'ldi ixtiloflashdi Shayxul Fani? Chunki uqtulu degan masala ashuni qartilganmi, bu yerga qartilmaganmi degan talash-tartish bor. Savomatkanni tashlab qo'yinglar dedi-ku Abu Bakr nima qilgan chaqda. Ana Shayxul Fani o'tamoldida shuni talash-tartish. Va sabab ixtilofim mabniun ala hal yuqtaluna o'ltirilamdi, o'ltirilmam degan masalaga munosabatli. Va amma al-mas'alatu ath-thalitha wa hiya kamul wajibu qanchalikdan to'laydi fa inna muxtalafu fi zalik fara malikun anna al-qadra wajiba fi zalika huwa ma faradahu Umar radhiyallahu anhu wa zalika ala ahli adh-dhahab 4 dananir. Bunun miqdori İmam Malikning qarshida
Ömer belgilgan miqdor shu. Oltin ishlatadiganlar, oltinni pul qilib hajlaydiganlar deylik, masalan. Bu nima? Rimliqlar, tilla ishlatadiganlar, ularga 4 tilla. Tillarga qanchalik pul? 4 tillarga har bir tilla hozir 1 dinar 4 gram charak. 4 16 18 gram degan. 18 gramda masalan 30 dollardan desanglar, masalan 20 gram deylik, masalan 20 gram desak 600 dollar, yani 500 dollar degan atrofda ekan taxminan. 1 yilda 500 dollar degan. 1 yilda. 1 yilda ham. Sherimin koydak bir narsa. Wa ala ahli al-warqi 40 dirhaman. Varaq degan va kumush. Tanga xajlaydiganlarga 40 tanga. İranlıqlar tanga xajlaydi. Shu 4 tilla degan bo'ldi. 1 tilla 4 tanga bo'lgan. Wa ma'a zalika arzaqul muslimin. Bunun bilan birlikda onun gardinda nima bo'lsa, musulmonlarga yo'lovchi hamda o'tib ketib qolib, masalan bir yezda turayotgan aşa zimmili ekan. Şurada ötep ketip bağlantıma suveranlar, tamak oranlar dese o yolcularını kütüleş mecburiyeti var. Erzaklı Müslüman degen şu. Tamaklarda yeyasılarında. Ahli zimmenin mesela iyisi buldu. Hem de aşağıda yeydiğin tamakını talep kıysa bir anla denge. Mesela yolda ketip bir çölde su yok. Şu yezdi bir dihan uçurap kılama su açık bazı bir iş gerek. Nane çık bazı bir iş gerek. Ya ama nimemge etimga bide çık bazı bir anla. Ve aşağıda uzaklıkın bir saat yolcular. Ve diyafete 3 eyyam la yüzade ala dalik. Yana 3 gün kütüleş mecburiyetin var. Aynı bir yakıcılarda, ötenlerde mesela Müslümanlar ötep ketip turup kalsa 3 gün şeyde kütü olsa. 3 günde ya adette miman kütüleş kaydı şuğa, miman kılış mecburiyetin var demek. Hem onun üstüne yana 4 dinar buradan o mecbur. Uba, bunun sırt ma var demek. Hazırki Müslüman devletlerinin aşağıda cizye aldıklarının var mı yok mu? Yok. Hammayda dedi. Nim kılıp etti o acık. Halkaralarla münasebeti yok aslında. Cizası özü az bular. Ya da chet ellikli şu ikamet alsa 5 dolar aldığı bazıdır. Mesela Cungo'da chet ellikten bir gün ruhsatsız arı tuturup kalsa 500 koylam alırdı. Başka aldı ama bir yıllık ikamada 5 dolar 10 dolarga alırdı şunu. Bir yıllık turuş ruhsatı. Bu anda sırtın kendi chet elliklerinin gibi. Mava şu İslam devletinde yaşaydıgan kafir fukralar. Mesela acaba İslam devletinde yaşayan kafir fukrani kaçtan öldürüyorsun başında mümkün değil. Aram mı? Açılan kilde. Eğer cinayette mi? Resulullah hayatının ahirde vasiyet kıygan. Vasiyetler varsa ihfaduni fi zimmetiyle. Allah fi zimmeti. Allah fi ashabi dedi o. Namaz doğruluk vasiyet kıldı mesela. Zimma Allah ve Resulünün bəgən zimmisi bu ahdi. Müslümanlar bəgən ahdi. Aşı burun Ömer bəgən bolsun, başqa bəgən Resulullah bəgən bolsun. Şuna yüzür aleyhim aqsahum dedi o hadiste. Yakışıktı kimi Müslüman ahdi bəgən bolsa, ma başqalığa aşı hesap aşı. Onda onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ra'y qilmay. Şu ihfazuni fi zimmeti. Mening bəgən ahdimni siz saqlanın, düzeltmenlar de vasiyet kılalım. Şuna havarizlar Ammar ibn Yasir nima tutmangan chaqda Nahravan degan yerda ko'fining atrofida cho mangacha bir xristianning bag'idan o'tdi ekanda. Ahli zimning bag'ida o'tib askarlar bular uzumni uzib yigilib qolsa, "Voy to'xtanglar, payg'ambarimizning zimmatini saqlanglar." degan ekan, sahabi qilib musulmonning jini ya qini bu zimmining bir sapoq uzumidan bakrak hurmatlar desa shundami deb uni bo'g'izdi. Demek 4 tilla ya 40 tenge tölaydı onundan sonra udul gap qalsa musulmonlar o'tib qalsa endi yo'lovchilar o'tib qalsa uni 3 kun mehmon qilib uni oziq-tulik yetkazib berish majburiyati bor debdi. Ularning men tengini o'rtasida taqilib ketdim qimmat. Zakat linkinimda nima qilgandek? Hozir oltinni asos qilamiz. Hozirgi zakat o'sha naslda oltin hisob. Chunki kumushning qiymati baklam tushib ketgan bo'lgan ekan, kumushning hisobi hozir yo'qlangan pul. Kumushning 5 gram atrofidami shundara? U bo'lsa unda 3 gram desak 1000 koyda finans bo'lib qoldi. Uning bo'lmaydi. Nima uchun oltin hisob qildi desa, uningdan boshqa mol-mulklar oltin hisob va kaza hisoblaydigan. Shuningdek qimmatini nima qilsa, oltin bilan yiqilishib qoldi. Manchi togida manda bir qo'y, manda kallada manda bir kala deganim bor-ku. Shu hisoblasa, shu nisobni hisoblasa 85 gram oltinning qimmati bilan shu 40 qo'y deymiz, manchi to'ga degan gaplar yiqilishib qoldi. Ammo ma'lumotdan jiq farqlar kumushdan.
Şuna alimler altın nisab degan qarashni tutadi. Ve qala Şafii aqalluhu mahdudun ve huwa dinar. En tuan belgilemesi bir tilla buludu debdi. Ve ekseruhu gayru mahdud. Ondan yuqori olib ketsa, o ittifoq kelgan bo'yicha, ma'qullashgan bo'yicha, rozilik bo'yicha bo'laverdi debdi. Tuan cheklimesini belgilab qo'yibdi, yuqorisini o'chib qo'yibdi. Ve qala qavmun la tawqita fi zalik. Ba'zi olimlar buningda belgilab qo'yish yo'q. Xalagancha musulmonlarning raisi, shu davlat raisi anda belgilisi bo'laverdi. Ahol qarab. Ve bihi qala Thawri ve Abu Ubayd ve riwaya an Ahmad. İmam Ahmad'ın bir qarışı ekan. Ve qala Abu Hanife ve ashabuhu. Bu İmam Ahmad'ın bir rivayet. İmam Ahmad'ın meşhur qarışı. Yani İmam Ahmad asas meşhur qarışı da Abu Hanife'den billah. الجزء 12 درهما و24 درهما و48. Demek müştek 3 derecede buldu depti. 12 tenge, 24 tenge, 48 tenge derecede 3 derecede. La yunqasul fakiru min 12 dirhemen. Namrat zimmi olab qalsa 12 tenge, ondan tuvan bermeydi 12 tenge bir doğan. Bay olab qalsa 48'den aşırı etmeymiz. Ortalığa 24 demekçi. Ve qala Ahmed, İmam Ahmad'ın üçüncü bir sözü var. Üçüncü bir rivayet. Thawri bilan bir rivayet billah. İmam Abu Hanife bilan meşhur rivayet billah. Ma İmam Ahmad'ın yana bir rivayeti dinar ev adluhu muafir. Bir tilla yoki uning barabarida kiyim-kechak demekçi. Muafir degan Yamandagi bir xil kiyim-kechak. La yuzadu alayhi va la yunqas minhu. Unda ortiq ham qilinmaydi debdi. Yani bir tilla deb belgilab. Wa sabab ixtilafihim ixtilaful athar fi hadal bab. Biyada hadis eserler birbirine zıt kep qalgandek ahval ba. Ve derken nav ruya müşahede hazır. Bu acizet istedi. Hadisun munqata debtu. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'atha Muadan ila'l Yemen ve emarahu en ya'khudha min kulli halimin dinaran ev idlahu muafir. Muafir diyen thiyabun bil Yemen. Yemen'de tokulduğun bir rah kiyim-kechakning ismi ekan bu. Falan tavar degandek, mesela durdun degandek, İngilizcin degandek bir rah ekan. Şu Yemen'den çıkılar ağalarken onun beraberinde toqqanda atlas şay deymiz qo'y masalan. Xotandan unda ağan yoki shuning beraberinde atlas asan buldu deganda. Ve sabata, mana sabata azrmiyada say isbotlangan. An Umar radhiyallohu anhu darabal jiza ala ahli zahab 4 dinanir. Oltin xijaydiganlarga 4 tilla belgilgan, kumush xijaydiganlarga 40 tenge belgilgan. Bunun bilan billah musulmonlarning aş yo'lovchi o'ta yo'llardagi musulmonlarning yo'lovchilarga o'tanglardagi azmiylar oziqtilikini birdo 3 kun mehmon qilib olish kerak debdi. Demak bu sahih bir voqelik ekan, shunami? Wa ruya anhu aydan annahu ba'atha Uthman ibn Hunayf radhiyallohu anhu fawada'a al-jizyata ala ahli Siwad 48 ve 24 ve 12. Yani Ömer'den bunda rivayet etgan. Osman ibn Hunayfni evatibdi Umar radhiyallohu anhu. Endi u mujunda belgilabdi. Ala ahli Savad degani, Savad degan shu Iroq zaminini demakchi. Shuning uchun Savad deb atilib qoldi desa, balki arabning zamini sop-siriq zaman, qumloq. Iroqning zamini terilg'iyalar, munbat qora tuproq qolgan ekan, bu Savad deb. Yoki ziroat o'sab, yeshillik qilib ketsa, yeshillikni Savad degan ish bor, arab tilida. Ya'ni arabning zaminiga qaraganda yeshillik jiqroq. Demek hamda Savat'da şu Irak'ın zımını anda atalgan. Savat'ın Irak deb qo'ydi. Bu hadis sahih ki? Bu mu sahih? Aslı sahih debdimi tahqiqda? Albani sahih. فمن حمل هذه الاحاديث كلها على التخيير المشاهدين hamma javob ixtiyorlik bo'lgan. Bu yerda manchilik belgilab ketganmi? Yerda manchilik belgilab ketgan o'zining ixtiyori ekan qo'y imomni deb qarasa, va tamassaka fi zalika bi umum ma yantaliq alayhi ismi jizya. Jizya degan bir odamning gadindan ado qiladigan, to'laydigan bajni deydi-ku. Undan ekan xalifalar xil belgilab ketgan qo'mana. Rasululloh marxil belgiga avval bakan deb tursa, belgili bilish yo'q, ixtiyorlikda shu imomning debdi. İz leysa fi tawqid zalika hadisun an nabiy sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah'dan muşunda qalsa buningdan boshqacha belgilamaysa degan gap yo'q. Muttafaqan ala sihhati, yani sahih deb ahli hadis ittifoq qilgan bir hadis yo'q. Min kulli halim dinar degan u munqata sahih emas. Wa inma warada al-kitab fi zalika amman. Amaliyatda bunda kelgan nima oyat umum keldi. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعطوا الجزية umum, jizye yani.
Ada qilgan to'lamni to'lgan qadar dedi. Lekin manchilik dedimi demadi. Bunda deb qaraganlar tavqid yo'q deganlar qala la hadda fi zalik. Bu yerda unda belgilanish yo'q. Rasulullohning belgilamida, Qur'onmi belgilamida belgilanish yo'q buningda. Va huval azhar vallahu a'lam. Mushu hozir tarjihi. Mush qarash kuchliroq demakchi. Tahkir degan nima? Ha, musulmonning imomi o'zi avval qarab, o'zi belgilaydi demakchi. Bu hanidan shu vaqtdagi belgilagan o kelishga muddat 48 degan shu vaqtda belgilagan shu qarashni tutdilar bu hanidan. Shunga yaqinlashib qoldi. Lekin unda o eng to'g'ri 12 yuqorisi 48 yengam unmaydi bu. Uni to'g'ri chiqishi mumkin, uni yuqori chiqishi mumkin deydi. Ve men cema bayna hadis Muaz radhiyallahu anhu ve Sabit an Umar radhiyallahu anhu qala aqallu mahdud ve la hadda li aktharin. Yani bu İmam Şafii Muaz'ın hadisinden min kulli halimin dinaran degan hadis bilan Umar radhiyallahu anhu'ningki undan ortiqliqi 48 bu degan mana belgilan ikkisini jam qilib turib uni ortiq olsun bo'ldi debdi. Lekin to'ni bir tilla deb ketmaydi dedi. Ve men rajjaha ahada hadithay Umar radhiyallahu anhu Umarningki hamda ikki asrvatuga ikki hadisdan birini tarjih qilsa, birisida 40 tanga 4 tilla dedi. Yani birisida 48, 24, 12 dedi. Ayında birisini tercih qilib dedi. Ve men rajjah hadis Muaz diye marfu. Anda Muaz'ın hadisi mana Rasulullah tutashqanti. Anda munqataligidan nima qat'iy nazar bo'lish Rasulullah mansub qilingan bir hadis tug'mish o. Deb uni tercih qilib qolsa, Umarningki bu asarga Rasulullah tutashqan hadisni ma'lum deb qolsa, dinar debdi. Yoki uning baravarda kiyim-kechak yoki rah la yuzadu ala dalika va la yunqas minhu. Undan kam ortiq qilinmaydi. Bu İmam Ahmadning bir rivoyati shunami? İmam Ahmad odatda bunda ojiz hadisni hisob qiladi emasmi? Buni imom o'zi muvofiq miqdorda belgilisi bo'lgan narsa. Davr o'xshamaydi shunami? Sharoit o'xshamaydi. Va ammal masalatu rabi'a va hiya mata tajibul jizya. Jizya hamda qachon vojib bo'ldi? Yilda bir qatam, 5-dimi, ilgirdimi degandek. Fa innahum ittafaqu ala anna la tajibu illa ba'da al-hawl. Bir yil o'tgandan keyin unda vojib bo'ldi. Wa annahu tasqutu anhu idha aslama. Musulmon bo'lib qolsa, shu bir yil ichida musulmon bo'lib qolsa, hech kim to'lmaydi ekan. Chunki bir yil o'tgandan keyin undan gading vojib bo'ldi. Bir yil o'tayotgan holat bir yilning ichida qachon musulmon bo'lib olsa, bo'ldi hech kim to'lmaydi dedi. Hijriy sanlaydigan shunday. Hijriy. واختلفوا إذا أسلم بعد ما يحول عليه الحول هل تؤخذ منه جزية للحول الماضي بأسره أمدا تاشقيغا يا bir yil o'tib bo'libdi. O'tib bo'lgandan keyin musulmon bo'ldi. Yani gadinga bir jizya vojib bo'lgandan keyin musulmon bo'libdi bu. Ondan keyin bu o'tib ketgan butun bir yilninki beasri degan butun bir yilning kamilan demakchi. To'liq bir yilning jizyasi ilmamdo yoki o lima mada minhu. Yani to'liq bir yilninki ilmamdo yoki 2 yil o'tib ketgan bo'lsa 2 yilning hammaninki ilmamdo deydi. Bir yil bir necha yil o'tib ketgan bo'lsa kim musulmon bo'libdi? Musulmon bo'lgan ekan, o'tib ketgan bir yil qilam olamdi to'liq. Ya bir necha yil hammaga olamdi. Faqala qawmun idza aslama fala jizya alayhi ba'da inqida al-hawl. Kana ba'da islami aw qabla inqida'i. Sizlarga kedan o'xshashmi yo iborasal egizbas? Fala jizyata alayhi ba'da inqida'i al-hawl kana islamuhu aw qabla inqida'i. Kana ba'da islami. Undaqki bizning neyimiz? Fala jizya alayhi ba'da inqida al-hawl kana islamuhu ba'du aw qabla islami. Bir grup olimlar musulmon bo'lgandan keyin bir yil o'tib ketgan bo'lsa zada gadinga bir yillik jizya kelgan bo'lsa masla unda jizya ilinmaydi. Uni musulmon bo'lishi bir yil o'tib ketgandan keyin bo'lsa bir yil o'tmagandan bilan o'xshash dedi. Yani burun ittifoqga qiyos qilib o'tiladi. Farq yo'q. Va bi hadal qawl qala jumhur, bu jumhurning qarshi ekan. وقال طائفة إمام شافعي وأبو ثور بولا إن أسلم بعد الحول وجبت عليه الجزية. Bir yil o'tib bo'lgandan keyin musulmon bo'lsa, o'tib ketgan bir yil qarz gadinda bo'lgandan keyin uni to'laydi deb. Va in aslama qabla hululul hawl lam tajib alayhi. Lekin bir yil o'tib bo'lguncha musulmon bo'lsa-da, o chaqda vojib bo'lmagan holatda musulmon bo'lgandan keyin o chaqda ilmaydi dedi. Yarim yillar masalan unda ilmaydi demakchi. Yoki shu yilninki. İmam Şafii'nin yana bir qarashida o'tib ketgan oyga udullab qancha kelsa bir yillik jizyani shuni chachimizga 12 oyga chachsak 6 oydan keyin musulmon bo'lsa yarim yildan keyin to'laydi. 4 oydan keyin musulmon bo'lsa 4 oydan keyin to'laydi deb. Va innahum ittafaqu yana ittifoqga masala alano la tajib alayhi qabla inqida al-hawl mana. Bir yil o'tib bo'lguncha vojib bo'lmaydi deb. Lekin İmam Şafii'ning kelgan qarash hozir ma kitob demadi uni. Tushunami?
degan bo'ldi ittifoq keldi bilan nima qilyapti. Yil o'rlashtirilgan islom aytmagan bo'lsa-mu, yil o'rlashtirilgan olmaydi unda deb. 1 yil bo'g'icha bir necha oy o'tgan bo'lsa musulmon bo'libdi. Masalan 6 oydan keyin 8 oydan keyin musulmon bo'lsa, bo'ldi o'chadi jizya kelmaydi. Ay musulmon bo'lmay 12 oyni to'shqizsa, ondan bir jizya vojib bo'ldi deganingga demak. Li'annal havla shartun fi wujubiha. Chunki bu yerda 1 yilni o'tishi. Jizya vojib bo'lish uchun shart bu. Foyda zakat o'xshash 1 yilda emasmi? ma'lum bir nimada to'laydigan narsa bo'lganki, shu zakatga boshqa narsaga o'xshatib qo'ygan. Ya bojga emas. Havlning shart qilinishi ijmodan kelgan bo'lishi mumkin. Beradigan manzara. Bu bir xil ma'lum bir oraliqda to'laydigan narsa bo'lgan ekan. 1 yil odatda ahvol bir xil o'zgarib, ma'lum bir tutamliq bir muddat bo'lgan ekan bu. Shu asosan bundan shart nima? Rasulullohmi shunda 1 yil bir og'am bo'lg'achqa. Halifilmi shunda og'am. Faida vujida rafi'u laha, bu jizni ko'taradigan narsa paydo bo'lib qolsa, bu 1 yil o'tab gading vojib bo'lishda ilgari, ya'ni islom o'tira chiqib qolsa, musulmon bo'lib qolsa, ya'ni shu shartli vujub bo'lgan 1 yil to'shashda ilgari islom o'tira chiqsa, o'chada jizya vojib bo'lmaydi. Va inna maxtalafu ba'dan qidal hawl. Amda hozir talashtash bo'lgan nima? Naditda 1 yil o'tab bo'lgandan keyin, nima? Ani u gading vojib bo'lib ketdi deymiz. Famar ra'a anna al-islam yahdimu hada al-wajiba fil kufr. Bu kufrlikda gading vojib bo'lib qolgan mushu bajnimi islom butunlay yuyitidi deb qarasa, buni gadindan chiqib ketadi. 1 yil kafir turibdi bu. Gadiniga jizya vojib bo'lib, undan keyin musulmon bo'libdi. Musulmonlar burunqini yuyitidi. Xuddi boshqa nurg'un anda vojiblarni yuyitgandek, u yuyitidi. Masalan, ba'zi qisos, diyat nimalar qilish yuyitidi. Biz mushriklar neçse musulmonning neçadan o'tirib, keyin anda musulmon bo'lgan, shunami? Ashunning diyatlarini, qisoslarini to'laysan deb turganmi? Yo'q. Islom yajubu ma qablahu, yahdimu ma qablahu degan hadis bor. Shunga o'xshash nurg'un vojiblar va islom buni kechiribdi, musulmon bo'lishlarni kechiribdi. Shunga o'xshaydi demakchi. Va in kan islomu ba'dal hawl, ya'ni 1 yildan keyin musulmon bo'lgan bo'lsa o'xshash. Burunqi ishqa o'tgan ishqa salovat deymiz. ومن رأى أنه لا يهدم الإسلام هذا الواجب كما لا يهدم كثيرا من الحقوق المرتبة مثل الديون وغير ذلك. مثلا قاعدين قاز وهكذا إسلام جويت ميته. Bu muşun oxşaş, bu gadin qazulab qolgan deb turasa, u 1 yildan o'tgandan keyin musulmon bo'lsa, u 1 yil o'tib ketgan 1 yildan keyin jizyasi gaddan chiqib ketmaydi deb qarabdi. Shunga o'xshash nazrim bor, qazva, nazr va فسبب اختلافهم هو هل الإسلام يهدم الجزية الواجبة أو لا يهدمها. وتلاشتان سببه burun gadinga kafir chaqdi vojib bo'lib qolgan jizyani musulmon bo'lgandan keyin musulmon bo'lganlikka juyitalamdi, juyitamamdi. Albatta juyitadi desak bo'ldimda. Musulmon bo'lgandan keyin bizning qarindishimiz bo'ldi, ammaymiz. Bu bir xil islomga targ'ib qilishda iborat-ku. Gadinga 10 yilning jizyasi yig'ilib qolgan bir kafir bo'lsa, lanshib qolgan bo'lsa, musulmon bo'lar ya, bu 10 yillik qazib yetganda musulmon bo'lganga bir xil qiziq odamda. Va ammal mas'alatul khamisa va ya kam asnaful jizya? Jizyaning turlari qaysi degan masala. Fa innal jizya indahum thalathatu asnaf. Jizya 3 turli bo'ldi. Jizyatun anaviyya va ya hadi allati takallamna fiha. Bayatın so'zlagan narsa shu jizya anaviyya. Kafirni qural kuchi orqali majbur bo'ysundu de musulmonlar. Ondan hatto yoqtil jizyadan yedin va hum sag'irun shu bo'ldi hozir. Bayatın degan shu yilda bir qatim bir do qanchlikdan bir do gaplar shu. Qural kuchi bilan bo'ysundigan islom bayrog'i ostiga olgan zimmiylar haqida keldigan jizyatda shu. Anillati tufradu alal harbin ba'da g'alabatin mana. Urush qilgan kafirlarga g'olib kelgandan keyin shularni olgan narsa. İkincisi cizyatun sulhiyye. Sulh qilib berdigan jizya debdi. Va illati yatabarrauna biha li yukaffa anhum. Bizlar urushmasanlar, bizni qirib etmasanlar, biz mushinchilik be to'lab yasaq deb o'zi tutishib berdigan jizya dedi. Va hadi laysa fiha tawqitun la fil wajib va la fi man yajib alayh. Bunda aniq bir belgilimi yo'q. Ikki taraf sulh qilgan, tutishgan bo'yicha bo'ladi. Dinariya unda deb. Ya unda nima yo'q. Hatto alqa nimalardim yo'q deydi. Erlar, ayollar, bolalar dedigan gap yo'q. Qarachur dedigan gap yo'q. Tutishgan bo'yicha bo'ldi. Ayollarning biraylarga manchalik to'laysa deb deysi bo'ldi. Ya ulamasan, ayol kishi olsun, kichik olsun, har bir jonga manchalik to'laymiz deb sulh qilsa mayli. Wala fima yajib alayhi mana. Ayanda yajib ala zukur al-balighin degan tuqqa.
Ya da ayollar olsun, başkalar olsun buldu dedi. Vela meta yecib aley. Jildi bir tölemse, 6 ay bir tölemse, her ayda bir tölemse bu yani kan taşar. Ve innema zâlik kullu râciun lil ittifâkil vâqi fî zâlike beynel muslimîn. Qanday to'xtamlashsa bullar burdi. İlla en yaqula qailun innahu in kana qabul al-jizya as-sulhiyya wajiban 'alal muslimin faqad yajib an yakuna huna qadrun ma idha a'tahu min anfusihim al-kuffaru wajaba 'alal muslimina qabul zâlike minhum. Endi manda deb turilishi mumkin deydi birisi. Endi jizya sulhiyya mı musulmonlarga aşı erishi vojib deb qaralsa, mesela bir qavm jizya sulhiyya birla debdi. Biz sizning hukmronligingizda yashaydi ma'qul. Biz manchilikdan biz birla deb turibdi. Shundan biz uni qabul qilamiz. Chunki jizyaga chaqirgan, jizyani bersa sen undan qabul qil dedi-ku hadisda. Qabul qilish kerak, shunama? Qabul qilish vojib bo'lgan ekan bu yerda kafirlar o'zigidan shu manchilik birimiz deb turib olsa, musulmonlar ma'qul deb qabul qilishi vojib bo'lish uchun aqalli bir cheklim bo'lish kerak buningda. فيكون أقلها محدودا وأكثرها غير محدود. Ondan ki bunun aqalli bir miqdor darajasi bo'lish kerak. Uning yuqorisi ochiq turish kerak. Bunda deyishim mumkin degan, masalan, muallif balki mundaroq bo'lsin bo'ldigan-go deb bir xil kallasida tarjih qilayotgandek bir nima. Bunda da turasın buldu-go. Faqat yaqul qail. Wa amma al-jizyatu ath-thalithatu fayal ushriyya. Endi 3-chi turlik bir jizya bor edi. Bu ushriyya degan jizya ekan. Bu ham nimasi baj deganda gaplar. Alaqa tijorat bejvagon. Buni ham jizya deb atab turishadi. Wa zalika anna jumhur al-ulama alana laysa ala ahli dhimmati ushrun wa la zakatun aslan fi amwalihim. Ushr zakat degan asli zakat shu, nima? Bu kafirga unda zakat kelmaydi. Müslüman bo'lsan zakat qildi. Yani İslam hozir shartmish zakat shart. Shunama? Illa ma ruya an ta'ifatin minhum annahum da'afu sadaqa ala nasara bani Taghlib. Faqat manda bir rivoyat bor edi. Bular zakatni ikkasilab bekitgan dedi. Bani Taghlib nasaralarga. Hazrat Umarning vaqtida gap qoldi. Lekin bu yerda bunda bir masala bor. Hazrat Umarning zamonida, ya'ni Rasulullohning zamonida, xalifaning zamonida qandaydi? Shu zakat bir tugan musulmon bo'lganlar. Zakatni imomga to'laydigan gap. Xud min amwalihim sadaqadan degan ekan, imom yig'duni. Amvalul zahiraning zakatini imom yig'gan gap. Qabillar mesela musulmon bo'lgan qabillar Rasululloh to'laydi. Hani bu Nasara Bani Taghlib bu Nasara ekan. Biz bo'ldi sizning hokimiyatdan ostida yashaymiz, bizlar urushmanlar, o'tamasanlar dedi, ma'qul dedi. Lekin bu debdamda bizdan jizya deb, jiz degan qandayda an yadi vahum sag'irun oldi. Har altida gading dastab turib bunda oldigan narsa bo'lgan ekan bu. Bular arablarning nimasta bizning yuzimiz tushib ketmasa, inovatimiz tushib ketmasa, bizda jizya deb olmasanlar buni. Zakat deb berilamiz. Başka Araplarga o'xshash, musulmon bo'lgan Araplarga o'xshash zakat deb beriladi. Sadaqa deganmish, zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Zakat demakchi. Biz ikkisi birlar. Lekin mush ismni bunda o'zgartib desanglar degan ekan, xo'sh yaqqan gapim. Ubdashgan ma'kilarsa deb. Nimda WhatsApp mayda qaraychaqliq berading ahvol bo'lgan. Sadaqada. Rivoyat kam qolgan deydi. Zakat vojib bo'lmagan kambag'allar bermaydi. Jizyaning ichidan o'shir jizya degan gap yo'q deydi. O'shir degan nimadir? Zakatning undan biri, terilg'iyani undan biri ya 20dan birini oltiqqa. Unda gapdi. Ya zakat jizya o'shiriya degan gap yo'q aslida. Faqat unda da'afi sadaqa degan bir menda Bani Taghlib masalasi kelib qoldi. Menda bir rivoyat keldi dedi. Zakat deb atilib qoldi bu. Amaliyotda bu jizya. Ani annahum awjabu i'ta da'f ma'al muslimina min as-sadaqa. Musulmonlar kelgan zakatning ikkisini to'layli biz deb turvaldi. Fi shay'in min al-ashya allati talzamu fiha al-muslimina sadaqa. Musulmonlar zakat berish vojib bo'lgan har bir naslda biz ikkisini beramiz. Kala, qo'y, oltin, kumush degandek. Wa mimman qala bi hadha al-qawl ash-Shafi'i wa Abu Hanifa wa Ahmad wa Thawri. Mush qawl nima hozir mushaki. Yani jizyani sen sadaqa deb atab bunda qilsang bo'ldi demakchi. Ayında inovatini saqlab qolamiz deydi g'allab qolsa. Sadaqa ikkisi akila deb nom asan bo'ldi demakchi. Shu bilan misol jizya usriya degan gap nerdan keldi? Xuddi o'shana shuni o'xshatibamda bir xil zakat ismli atalgan jizya deb uchinchi bir turlik jizyani demakchi. Odatdagi jizyadan masalan Bayatınqi sulhiyaga kirdi. Sulhiyaning o'zi shu. Lekin bu faqat lamda biz zakat ismli ataylim o'shana deb turib olg'achqa, men zakat ismli atalgan jizya deb bir turga ayirib qoldim.
وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص فيما حكوا. İmam Malik'nin bu haqda ma'lum bir so'zi rivoyat qilmagan deydi. Vaqat taqaddama zalik fi kitab zakat. Zakat babida mana shu jizyani sadaqa deb atsa, bo'lamdi bo'lmamdi, u bu degan gap o'tib ketdi deydi. واختلفوا هل يجب العشر عليهم في الأموال التي يتجرون بها إلى بلاد المسلمين بنفس التجارة أو الإذن إن كانوا حربيين أم لا تجب إلا بالشرط. Yani bir mesele de mal ticaret beji baş meselesi. Ula harbiy olib qalsa, bular musulmonlar diyariga chirib tijorat qilib chiqdi-ku. Musulmonlar uning diyari bo'lib tijorat qilganday. Bular hamda musulmonlar diyariga kirib tijorat qilsa, shu tijorat qilishi bilan uzulan deydi. Ularni baj elish vojib bo'lamdi deydi. Ruxsat qilmabdi kirib tijorat qilib tursa, amaliy ahvol tijorat ustida hamda bajgining qo'li uchib qolibdi bu. Baj alamdi qolmamdi deydi. Avul izn yoki islom davlati ularga ruxsat qilgan bo'lsa, kirib tijorat qilsang bo'ldi degan bo'lsa, undan vojib bo'lamdi bajalash. Ular harbiy bo'lgan taqdirda. Am la tajib illa bi shart. Yoki shart qilmagan bo'lsa, os bo'lmamdi deydi. Fara'a Malik وكثير من العلماء أن تجار أهل الذمة الذين لزمتهم بالإقرار في بلدهم الجزية يجب أن يؤخذ منهم ما يجلبونه من بلد إلى بلد العشر. Bu alimlar da ehli zimma o'zining diyorida qab qilishga ma'qul qilinib yadin jiz to'laydigan bo'lganlar ulardan vujuddan vujudga binas akilib ya kafirlarning vujudidan musulmonlarning vujudiga degandagi agarsa bo'ldim bajelindi deydi. Baj elish vojib bo'ladi. İlla masuquna ila al-Madina khassatan fayukhadu minhu fihi nisf al-ushr. Faqat lamda Medine'ga ya Mekke Medine'mda Hicaz diyarıga ikki haramga elib borgan akaga mallarga nisbatan bo'liga 20dan biri 5% deylar, 5% bajelindi deydi. Yani odatda 10% al-ushr kenan. Lekin Mekke Medine'ga akaga 5% sal yengiltib bayada sal azanchilik olsun demoqchi balki. Baj az olsa azan tushdiga Wa wafaqahu Abu Hanifa fi wujubihi bil izn fi at-tijara. Endi İmam Abu Hanifa bu İmam Malik'dan qarshiligi ma'lum ba'zi narsaga qo'shilibdi. Masalan, tijoratga ruxsat qilgan ahvolda bajalisan. Bu harbiy kirib tijorat qilishga ruxsat qildi-ku masalan. Aw bit-tijara nafsi yoki ruxsat qilmasa tijorat qilgan bo'lsa bajga tutib qolsa ruxsat qilishga munosabatsiz ilaverdi debdi. Va khalafahu fil qadr. Endi uningda ikki narsa qitildi, lekin qanchalik elishda qitilmadi. Faqala al-wajibu alayhim nisful ushr. Ularga vojib bo'lgan baj 5% debdi. Hammasi demakchi. Chunki Makka Madinaga 5% dedi, 10% deganda ma'lumda hammaga 10% emas 5%. Wa Malik lam yashtarit alayhim fil ushr al-wajib indahu nisaban wala hawla. Ikkalanning o'xshamagan yeri ana İmam Malik ulardan elindigan 10% baj degan masalada nisob yoki havlni shart qildi. Yilda bir qatam yoki manchilik miqdorda mal akasa baj elindo, manchilikdan to'g'ri baj elindo degan gapni qildi. Demak, uningda az o'sib oldi ekan, yilda 2 qatam, 2 qatam oldi ekan, bunda ekan. İmam Abu Hanifa bir xil zakat nimasiga o'xshatib buni nisob shart qilibdi. Manchilik nisobga yetganda olmas bo'ldim baj. Azroq buni asos olmaymiz. Hani yilda bir qatam olmas, zakatni bir qatam alda. Mana yilda 10 qatam malachisa, bir qatam olamiz aslında. Yoki dukan ochgan tijoratchi bo'lsa, yilda bir qatam bilan bajaramiz demakchi. Wa amma Abu Hanifa fashtarada fi wujub nisf al-ushr alayhim al-hawl wa an-nisab. Wa nisab al-muslimin nafsuhu al-madhkur fi kitab az-zakat. Zakat berishda musulmonlarga shart qilingan narsa shutish, nima? Zakat berish uchun shart bo'lgan narsa shut dedi. Wa qala Shafi'i laysa yajib alayhim ushrun aslan wa la nisfu ushrin fi nafs at-tijara wa la fi dhalika shay'un mahdud illa mastuliha alayhi aw ishturit. İmam Shafi'i deb turibdi-da. Ular unda 10% bajalash ya 5% bajalash degan gap yo'q. Yani tijorat qilish bilan unda bajab ketilgan, unda ish yo'q dedi. Wala fi zalik shay'un mahdud. Ya uningda manchilik deb belgilashmiyor. Faqat lam shartlashsa, kutsa andan bor. Mesela harbiy masalan shartlashgan bo'lsa, bizning davlatimizga kirsa degan maloni manchilik bajaramiz jumamisa degan bo'lsa, ma'qul deb chigan bo'lsa olsa. Fa'ala hada takunu al-jizya al-ushriyya min naw' al-jizya as-sulhiyya. Demak, mush jizyami, yani mush ushriyya degan ushr degan ism bilan atilib qolgan bilan
10%lik baj degan bunda atilib qolgan bilan bu shu tijoratning beji degan gap ma'qul. Tijorat beji din kelgan jizya dairasiga mal nima bo'ldi ekan? Sulhi jizya bo'ldi ekan. Imom Shafi'ning qarashi asosida. وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة تكون جنسا ثالثا من الجزية غير الصلحية والتي على الرقاب. يعني إمام مالك وأبو حنيفة نظرda وأدم beşiğe aldığan ciziden başka, yani sulhi ciziden başka, şimdi ticaret beci degen bir narsa oldu dedi. Ticaret cizisi degandek, ha? Üçüncü türlük bir xil cizye oldu dedi. Ve sebep ihtilafim annahu lem yati fi zalika an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetun yurca'u ileyha. Veya talaştaştan Resulullah'ın bu vakta yine bir kaide, kanun kemmigen. Ve innema tebede enne Ömer Hattab fe'ale zalika bihim. İspatlangını Ömer ibn Hattab şu zimmiladın, harbiladın ayında ticaret beci ağan. Yani qala Ömer li ummalihi İza marra bikumul harbi fekhudu minhum ma ya'khuduna min tujjarina. Fe in lem ta'lemu ma ya'khuduna fekhudul ushr. Sizlardan yani bu bajgilardan, chegara tamujnalar turganlar demakchi. Sizlardan harbiy bizim düşman qavmdan kelgan tijoratchilar o'tab qolsa, musulmonlardan qanday bajasa shuni davlatda İslamı aşulan fuqarolardan anda bajalanlar. Agar qancha bajasini bilmasanglar 10% alinglar. Zimmidan 5% alinglar debdi. Wa min az-zimmi nisf al-ushr. Wa min al-muslim rubu al-ushr. Musulmondan 2% alinglar. Odatda zakat 2% bo'ldi-ku. Shuni tushirib 2% alinglar debdi. Wa hada bi mahdar min as-sahabati min g'ayri xilaf. Yani buni dalil qilsa, buni sahobalar bor, shu yerda Hazrat Umar xalifa bunda belgildi. Buni ixtilof qilgan qarshi chiqqanlar yo'q. Xuddi bu bir xil ijmo bo'ldi deb turganlar. Famara anna fi'l Umar hada inma fa'alahu bi amrin kana indahu fi zalika min Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Umar buni o'zining yendildan belgilab olishini Rasulullohning bir ko'rsatma batdi, shuning asosan qilgan deb tursa, awjaba yakuna zalika sunnatahum. Ular tutilgan, qo'llanadigan usul chora mana shunda, mush qoida bo'yicha ish ko'rmaymiz debdi. ومرة أن فعله هذا كان على وجه الشرط يقبل الشرط لشكن بوغش كندا قيغان دب قرسا إذ لو كان على غير ذلك لذكره أجر أندا بمغم بوسا بيان قلنت أندا دب قرغالله قال ليس ذلك بسنة لازمة لهم إلا بش شرط لسا عند ألودا بمسا أندا شكم من داخل شكرك ديان قاعد يوقت. وحكى أبو عبيد في كتاب الأموال يعني أبو عبيد الأموال ديان دان كتب القاسم بن سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صحابلردن bir kişiden bunda rivayet kıldı. La azkuru ismahu al-an. İsmini qamabdı hazır. Annahu qila lahu lima kuntum ta'khuduna al-ushra min mushrikil arab? Arab müşriklerden nima uchun 10% bajalıtdinglar desa, u debdi faqala li annahum kanu ya'khuduna min al-ushra idha dakhalna alayhim. Chunki biz uning ziyorat qilib basaq, bizda 10% bajalıtdi. Shuni bizim shunda olgan. قال الشافعي وأقل ما يجب أن يشارط عليه هو ما فرضه عمر رضي الله عنه. Yani İmam Şafii şartlaşsa bu aqalli bir nimasi bo'lish kerak deb xuddi jizyada aqalli dinar deb belgildi-ku. Eng aqallisi Umar şartlashgan bo'yicha bo'ladi. Umar şartlashgan qaysi? 10% degandek-a. Yoki shu kafir qanda asa bizdan shunda alash. Va in shuritu ala akthara fa hasan. Uni jiqra qilishga نقطة yaxshi edi. قال وحكم الحرب إذا دخل بأمان حكم الذمي. Demek harbiymi agar amonlik tilab islom diyoriga kelib qolsa zimmi bilan o'xshash demakchi. Shartlashganga loyiq bo'ldi demakchi. Imom Shafiining degan so'zi bor. Va ammal masalatu sadisa va hiya fi madha tusrafu jizyaning pulini, jizyaning kirimini nimaga sarf qilamiz degan. فإنهم اتفقوا على أنها مشتركة لمصالح المسلمين من غير تحديد. Jizya asasen Müslümanların menfaatleri için iniq falan iş qilmaymiz, lekin umum menfaat için xejlaydigan narsalar. Kal hal fil fay. Xuddash fay qanda biz taraf qilsak, shunda biz taraf qilmaymiz. Anda man ra'a annahu masrufun ila ijtihad al-imam. Fayni masruf ila ijtihad al-imam deb qaragan jumhur lawatga shu nazarda shunda. حتى لقد رأى كثير من الناس أن اسم الفي إنما ينطبق على الجزية في آية الفي. حتى köpünce alimler fey ayeti var mı? Afa Allah ve Resul diyen bu fey adeti cizyeye mi işletildi deb qarabdı. Cizye inde fey deb atıldı deb qarabdı. Ve idâ kânel emru hâkâzâ
Nima ikkisi bizga demak, bu fayning bir qismi damdoq yoki shu o'zi shu damdoq. Fal amval islamiyya thalathat asnaf. Ya'ni davlat raisi toplaydigan mal 3 turli bo'ldi dedi. Sadaqa, ya'ni zakatni davlat raisi toplaydi. Yana birisi fay, yana birisi g'anima. Hozir fayning ichiga jizya ketdi. Şun bir türe. وهذا القدر كاف في تحصيل قواعد هذا الكتاب. Kitab jihatda biz bir qancha masalalarni bayon qildik. Bir necha bobda shundami? Har bir bobda 5-6 masaladan unda qilib, bir necha faslda 30-40 masalani bayon qildik. Mushu masalalar kitabul jihatning ichidagi barliq masalalarni tushunib olish uchun mush yetarli. Mushu miqdor, ya'ni bir xil namuna, misol shaklda biz bir necha masalani bayon qildik, 5-6 masalani. Mushu masala yetarli. Men tushunib olsam, boshqalarmi tushunishlik bo'lib ketadi. Vallohu a'lamu bis-savab va ilayhil marji' wal ma'ab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.